Nima ajratib turadi deb o'ylaysiz? Top universitetga harakati borlarda, harakat qilmaydiganlar. Hasanga to'g'ri kelgan gap Husanga to'g'ri kelgan. Mani bolam boshqa ota-onalarni oldida shunaqa befarosatlik qilsa, qulog'ini tagiga qilib urar. Sizlarga o'xshab o'rn fazasiga kirdik sizlaydi, mana o'rn fazasiga kiryapsizlar. Soqqani ishlash kerak deydi. Pulni ishlash kerak, xizmat ko'rsatish kerak, qiymat berish kerak. Masalasi yo'q. Odam aytadi, pul kelib tursa, kalla zo'r ishlaydi bolamdir. Kalla shunaqa zo'r ishlab ketadi. Afsuski, u yerda o'sha xuruj boshlanadi. Siz hozir mana bu krugdasiz, bu gapni eshityapsiz. Holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi degan narsa sizga boshqacha ta'sir qiladi. It's my life deysiz. Nima muhim bo'lsa ham ovqatni tejama. Mayli cho'chqani, palmalchani yemaysan. Toshkentda yurganda sala kak sala deb apishdan otasini onasini do'rida yurasiz-da, katta xolangizni do'rida degan uyda yurgan. Adam borganlar uchun bizani umid fondidan o'tkazib. Mana oddiy bugun orqaga qarab, chesni gaplar chiqibdi gapirgan gaplarni birinchi marta gapirdim. Qadrli obunachilarimiz, hammaga assalomu alaykum. Bugungi mehmonimiz Hasan aka Mamasaidovlar. Nimaga Hasan akani chaqirdingiz deb ba'zilar savol berishi mumkin. Javobi esa oddiy. Hasan akani eng hurmat qiladigan joyim shuki, nafaqat o'zlari ta'limga qiziqadilar, nafaqat o'zlari boshqa o'quvchilarni tarbiyalaganlar, boshqa biznesmenlar tarbiyalaganlar, balkim o'zlarini farzandlarini ham chet elda o'qitishga harakat qiladilar. Shunchaki chet elda emas, balkim dunyoda agar chet elda o'qiyaptimi, chet eldagi eng kuchli universitetlardan biriga kirsin, Oksfordlarga o'xshagan top universitetlarga kirishsin deb aytganlari uchun mana hozir farzandlari, o'zimizga yaqin do'stimiz Muhammad Amin dunyoda top 11-o'rinda, ya'ni bu Harvard, MIT lar bilan bitta reytingda top universitetlar qatorida turadigan HK universitetida hozir tahsil olyaptilar. Shuning uchun bugun Hasan akadan o'z fikrlarini, nimaga hozir faqat chet elda emas, balkim dunyoning eng yaxshi universitetlaridan birida o'qish kerak degan savollarimizga javob olish uchun chaqirdim. Hasan aka, taklifimni qabul qilganingiz uchun albatta katta rahmat. Assalomu alaykum. Hasan aka, agar 17 yoshga qayta olganingizda siz Harvardga kirgan bo'larmidingiz yoki biznes boshlagan bo'lardingiz? Avvalambor kirish o'zi san'at. Orzuga yetmoq oson emas, armon bo'lgan bilan manzilga yetmoq oson emas, sarbon bo'lgan bilan. Hattoki bizani endi zurriyotlarimiz ichida, oilamiz ichida, avlodimiz ichida, qarindoshlarimiz ichida hammamiz farzandlarimiz eng yaxshi universitetlarda o'qishini hammamiz orzu qilamiz. Katta akamning o'g'illari mana Centers Development'da, Centers Zone loyihasida, pavilyonda Centers Towers ofisida o'tiramiz. Shu loyihani egasi ukamiz bo'lsa, shu loyihani rahbari 30 ga kirmagan jiyanimiz Moskvada Finans universitetini tugatgan katta akamning katta o'g'li. Demak, bizlar uchun o'sha paytda sharoitimiz bor bo'lgan, imkonimiz bor bo'lgan. Eng yaxshi universitetda o'qigan birinchi katta jiyanimiz yaxshi universitet tugadi va bugun $450 million loyihaning rahbari. 30 ga kirmagan yigit. Yaxshi universitet to'g'ri yechim. Ikkinchisi katta akamning o'g'lidan keyin Husan akamning o'g'li eng kattasi edi. Jiyanlarning ichida, o'g'il bolalarning ichida u Angliyada o'qidi. U ham 3 yil 4 yil o'qidi, karantin paytlarida gibrid formatda o'qidi. Bu ham yaxshi. Edon loyihasi yoki mana Husan akaning My Life Planner loyihalari boshqalari. Baribir think globally, act local degandek chet eldagi bilimlar, chet eldagi o'sha tomizg'i, boshqa narsa ozgina bo'lsa ham ta'sirini ko'rsatadi. Uchinchisi, kichkina ukamning katta o'g'li Saidbek, u ham Angliyada o'qidi, tugatib keldi. Ham adashmasam maktabini ham oxirgi sinflarni, ham universitetlarni ham oxirgi 4 yilni o'shda o'qidi. Bu ham mana yaqinda uylanadi. U ham shu o'zimiz jamoada Centers Development'da xalqaro hamkorlar bilan ishlash bo'limida o'z faoliyatini boshladi. U ham dunyodagi nufuzli universitetlarda o'qidi, lekin ham shu 3 ta jiyanlarimiz balkim dunyodagi top 50 talikka ham kirmagan bo'lsa-da, top 100 talikka ham kiradimi yo'qmi, Saidbekniki, Ulug'beyniki bilmayman. Lekin o'qishda dunyodagi yaxshi universitetlar. Endi qarindoshlarning ichida, o'zimizning ichimizda man tanigan bilgan nimalarning ichida dunyodagi top 100 talik universitetda o'qigan odam bormidi desa, hamma orzu qilgani yo'q ekan. Hattoki Muhammad Aminni intilishi, o'g'limning intilishi harakatlari yaxshi edi. Top 200 talikka kirsa ham katta gap deb Otajon o'sha payt shu baqa baho berardi Muhammad Amin. 100 talikka ham kirishing qiyin desa, yo'q, men 10 talikka kiraman degan qanaqadir perfeksionizmi, ambitsiyasi, intilishi endi uni o'zini omili bo'ldi deb o'ylayman. Albatta ota-ona sifatida biz imkoniyatini hamma aka-ukalar birdek qilib beramiz. Har bir ota-ona borki, o'zini bolasini hattoki jigarlarini farzandlaridan ham ko'ra zo'rroq nufuzli universitetda o'qishni orzu qiladi. Lekin biz xohlaganimizdan tashqari
Muhammad Amindan keyingi yana bitta jiyanimiz, singlimizni katta o'g'li Jahongir, u ham Gonkongda eng nufuzli maktabda o'qiyapti. Bu yil yaxshi universitetga topshirish harakatida. Ishonamiz yarqiradimi deyman, 4 o'g'il, bitta qiz bo'lsa, hammamiz katta farzandlarimiz dunyodagi eng yaxshi universitetlarga o'qish, intilishi, harakati, shijoati borligi bilan bir alohida nima qilishdi. Lekin ikkinchi bolalar, ikkinchi farzandlarda bu ambitsiya, bu ishlarning yo'qligini kuzatyapman. Husayn akaning ikkinchi o'g'li Asadbekda unaqa xohish yo'q. Ikrom akamning ikkinchi o'g'li Muhammad Alida unaqa intilish ko'rmayapman. Ibrohim ikkinchi o'g'li Said Salimbekda ham tam Westminster bo'ladi. Asadbek ham Westminster bo'ladi deydi. Ikrom akamning o'g'li Muhammad Ali ham bu ham maktab bu yil tugatadi. Menga ham Westminster bo'laveradi deydi. Kamron o'g'lim ham menga jabimiz Turkiya yomon bo'ladi deydi. Balkim bugunni gapi ertaga to'g'ri kelmas. Unga ko'p omillar bog'liq ekan. O'shaning uchun bizani o'zimizni sharoitimiz paytida qo'limizda bor imkoniyat ichidagi eng yaxshisi biznes boshqaruv fakulteti bo'lgan o'sha payt. Malaziyskiy O'zbekistonda. Keyin Umid fondi ochildi, o'shanda ham harakat qildik-ku, rezervga tushib bizani o'sha payt imkon berishmadi. Menda armon qolib ketgandi. Bugun peshonam yarqirab, shu armonimizni natijasini nafaqat dunyodagi top 100 talik universitetga, balkim el yurt umidi jamg'armasi stipendiyati sifatida o'g'limiz bu imkoniyatdan foydalana oldi, sababini qildi, harakatini qildi. Nima ajratib turadi deb o'ylaysiz? Top universitetga harakati borlarda, harakat qilmaydiganlar nima qiziqtiradi? Bilmayman. Mana bitta ota-onaning farzandi. Insonni o'zini Hasanga to'g'ri kelgan gap Husanga to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun kecha mendan Shohida Ibrohimova so'radilar-da. Hasan aka, Shersayev o'g'lini, siz o'g'lingiz Murod akamning o'g'lini, yana Hasanxon qora akani, Abdukarim Mirzayev, yana ko'p nufuzli odamlarning farzandlarini dunyodagi top nufuzli universitetga kirishiga sababchi bo'layotgan ekan Odiljon. O'g'limni olib kirsam ertaga ota-onamni oldida, xo'jayinim oldida uyalib qolmaymanmi Odiljonda o'qisin? Aytdim, siz xohlaganingiz bilan, Odiljonga pulni berganingiz bilan, ota-onalaringiz xohlaganingiz bilan, o'g'li xohlamasa bo'lmaydi. Chunki Husan aka qancha xohlasin, o'g'li xohlamadi. Yorqin misol. Men qancha xohlamay, Kamron o'g'lim xohlamasa unda ma'no yo'q. Gap pulida emas ota. Xudo bolangizni o'ziga berish kerak. Mana Jahongir jiyanimiz, singlim o'g'li, u xohlaydi. O'tib sulkasi bor, harakati bor. Demak, Xudoni o'zi farzandlarimizni o'zini xohishini nima qilish kerak? Bu ko'rsatuvlaringlardan maqsad ota-ona omili tashqari shu farzandni omili, farzandlar o'sha okrujeniyada. Mana endi men Odiljonni yaxshi ko'raman. Siz bilan men bugun birinchi marta ko'rishyapman. Balkim onlayn gaplashganmiz. Muhammad Amin universitetiga kirish jarayonida muloqotda bo'lganmiz, yordam qilgansizlar. Buni qadrlaymiz, lekin Muhammad Aminga yordam qilganlarning ichidagi eng katta yordamni, eng katta haqdor Odiljon bilan qadrdonimiz. Men ko'p yaxshilik ko'rganman. O'sha bolani qilgan ishi atrofda shu Kamronga o'xshagan yo boshqaga o'xshagan bolalarni 7-sinfdan boshlab networking klubni formatini qilgani menga yoqadi. Chunki balkim bola o'sha okrujeniyning haq-hurmati, ambitsiyasi, orzusi, xohishlari, intilishlari, o'sha ekosistemada sizlarga o'xshagan bolalar bilan gaplashib, ustozlar bilan gaplashib, motivation letterlari, u yoqdagi bir salohiyat imkoniyatlarni ko'rishi, bu to'g'ri yechim deyman. O'sha kimdir unga palon pul to'laydi desa, to'lagan deyman. Okrujeniya bolangning hayotini o'zgartiradi. O'sha krukda o'sha motivation letter haqida gaplashadi, o'sha krukda SAT nimaligi haqida gaplashadi. O'sha krukda o'sha bolaning upakovkasi haqida, boshqa narsa, bu katta puzzle-da, sizlar qilayotgan ish juda zo'r ish. Uncha hattoki men pulim bo'lsa ham, sharoitim bo'lsa ham aqlim yetmaydi sizlar qilgan ishga. Sizlarga oson bo'lgan narsa menga qiyin. O'sha demak, o'sha narsa uchun ota-onalar bugun pul to'lashga tayyor. Sizlar super siylar, kompetensiyalar o'sha ma'lumotga ega bo'lganinglar. O'sha customer journey map deydi, CGM ni bilishinglar. Bolani ba'zidan audit qilib, kvalifikatsiya qilib, express check-up qilib, uni to'g'ri bir yo'naltirib, uni qaysi slabi joylarni ochib, unga fokus qaratish va qaysi joy ustida ishlash bo'yicha ishlaydigan yangi loyiha sifatida
bu sohada mana shunga spetsializatsiya qilib, rivojlanib, shunga fokus qaratayotgan yangi avlod sifatida ishinglarni to'g'ri tashkil qilgan, yosh, qoni qaynagan, ambitsiyasi bor, xarizmasi bor, intilishi bor va shaxsiy brend qilib, to'g'ri strategiya qilyapsiz, kommunikatsiya qilib, siz 100 marta aytganingizdan ko'ra men hozir aytayotgan gap. Hasan aka success storyga ega bo'lgan odam sifatida Hasan akani gapi, Hasan akani aytaylik, ayolini gapi yoki Hasan akani o'g'lini gapi qadri balandroq bo'ladi. Sizlarda yangi klientlaringlarni, yangi ota-onalarni, yangi farzandlarni qaror qabul qilishdan. Ota-onalarning qo'rquvi, ota-onalarning ikkilanishi, ota-onalarning ko'p savollarni javobini mana shunaqa podkastlar ko'rinishida ochish, keyingi safarda qaror qabul qiladigan odamlarga shu videoni ko'ring, savolingizga javob topasiz. Yoki o'zingizlarda potensial ota-onalardan boring, yana pulini olib offline tadbirlarga chaqiringlar, onlayn tadbirlarga chaqiringlar, tekiniga chaqiringlar, pulligiga chaqiringlar. Mana shunga o'xshagan Alisher Sayfali moderator sifatida nima qiladi-yu, bitta ota-onani farzandini keysi misolida boshqalarga, ota-onalar uchun, ustozlar uchun, farzandlar uchun tadbirlar qilinsa, odatda odamlar o'sha okrujeniyada qarab, holat o'zgarmaydi, munosabati o'zgaradi. Bo'ldi, men niyat qildim, ahd qildim, qaror qabul qildim deydi. Bu qaror qabul qilishni orqaga qaraydigan bo'lsa, menda ham bo'lgan, menda 2020-yilmidi, 19-yilmidi Seyshellga ketayotganimizda Muhammad Aminni olib ketdim, Factor Business Clubdan ketayotgan. O'sha yerda ukam aytdiki, Hasan aka, hali endi 7-mi, 8-mi, 9-sinf paytda olib ketyapsiz dedi. 9-sinf. Dunyodagi mamlakatlarga ketish uchun albatta lider maktab yaxshi, qadriyati zo'r boshqa-yu, lekin o'sha fokusni, o'sha okrujeniyani olish uchun 1 yil bo'lsa ham, 2 yil bo'lsa ham, men Mesni o'zimizda TIS bo'lsin, BIST bo'lsin, British bo'lsin, o'sha maktablarga ham bunda o'zgartirib ko'ring, o'sha yerda immuniteti pishadi dedi. Bugun orqaga qarab men aytaman, men liderdan zo'r deb bilmayman. BIST ham, British ham ota-ona sifatida. Men lично aytayapman. Hasan Mamasaidov uchun British, BIST yoki lider desanglar, lider bilan millat umidi men uchun qadr baland. Nimaga? Mana shu. Chunki qadriyati yo'q. Men bordim, majlisda ota-onalar majlisida o'tirdim, farosat yo befarosat, molga o'xshab 3-4 ta bolalar o'tiribdi, ota-onalarni ham, ustozlarni ham hurmat qilmayapti. Ular demokratik yondashuv sifatida deyapti direktorida, bolani odobga chaqirmayapti. Bola molga o'xshab o'tiribdi, 10-11-sinf bolasi ota-onalarni oldida. Gapirib, baqa-buqa qilib, bizani oldimizda men ensam qotdiki, bolam shunaqa muhitda o'qigandan ko'ra o'qimagan yaxshi. Maktab shu qadriyatlarni bermadi. Demokratiya, so'z erkinligi, bolani shaxsiy fikri, bolani bitta elementar farosat nuqtai nazaridan direktorsan, ota-ona turibdi, assalomu alaykum deyish kerak. Qadriyatli bo'lish kerak, muomala bo'lish kerak, madaniyat bo'lish kerak. Shu yo'q, men lично ko'rmadim. O'sha yerdagi sinfdoshlarimni ko'rgandagi ota-onalar majlisida direktori oldida bitta papinki sinopchiklarni beodob haqida, maktab haqida shu salbiy fikrda qoldim. BIST maktabi haqida gapiryapman. Afsuski BIST kerakli xulosani qiladi. To'g'ri, meni kutuvlarim BIST maktabida, okrujeniyada ingliz tilini o'rganadi, ingliz tili ustozlari bilan qiladi, yangi hayotdagi kutuvlarni to'g'ri qiladi, korreksiya qiladi degan narsani oldim. Lekin bu meni aybim, noto'g'ri kutuv qilganim. Birov bolasiga men qadriyati yo'qligidan xafa bo'lishim, bu odam ayb emas, bu meni aybim. Lekin lider maktabda bu bor. Boshqa maktablarda bor. Men endi ko'rganim uchun, oddiy majlisda borib ko'rganim uchun shu maktab haqida qo'lini sindirish kerak bunaqa befarosat bolalarni dedim. Qo'liga belka tiqish kerak dedim. Ota-onani oldida, meni bolam boshqa ota-onalarni oldida shunaqa befarosatlik qilsa, qulog'ini tagiga qirib urardim. Demak, bu qadriyat muhim. Bizning O'zbekistondagi kulturni koddan keyin. Lekin afsuski qadriyat muhim bo'lgan bilan hayotiy realiya mana shundan iborat. Hozir-ku BISTdan xafa bo'lyapsan, Britishdan xafa bo'lyapsan. Britishda bunaqa yo'q, lekin Britishda ham boshqa menga kerak bo'lgan qadriyatga farqini ko'rgan odam sifatida narsalarni ola olmaganim uchun munosabatlarda, odamiylikda, demak, meni kutuvlarim millat umidi maktabidan va liderdan boshqacha bo'lgani uchun o'shanga nisbatan solishtirdim. Farqini ko'rganim uchun qadriga yetdim. O'shaning uchun Hasanga to'g'ri kelgan maktab Husanga to'g'ri kelmaydi.
Lekin bunaqa maktablar bor, bolalaringiz shu narsani ko'rish kerak. O'sha muhitga moslash kerak, o'shanaqa immunitet olish kerak uchun men bir yil VISda, bir yil Britishda va eng yakuniy success storyni sizlarga aytaman. Yakuniy narsani men Millat umidida ko'rdim. Millat umidini KPI Britishdan ham VISdan ham ko'ra zo'rroq, bolalari zo'r dunyodagi nufuzli universitetga kirishini xohlaydigan maktab. Mana shu jihat agar sizga xohlagan maktabda o'qiting, 10-11 sinfda Millat umidiga harakat qilsangiz, ular o'sha adaptatsiya qilib, sizni bolangizni dunyodagi zo'r maktabda natijalari zo'r bo'lish uchun qayerdadir maksimal darajada chiroyli yondashadi. Agar top 100 talik universitetga kirmoqchi bo'lsa, mehr bilan shu bolangizni ertaga grant olishiga moslab, boshqasiga moslab to'g'ri adaptatsiya qilib yondashuvi baribir bolangiz uchun, tim bo'lib pulini to'laganingizdan keyin, tim bo'lib u menga qarab olam, men senga muhim, baholaring yaxshi bo'lishi muhim, situatsiyani minaysa atnashin degandek qilgan narsasi hattoki Muhammad Aminni shu 11-sinfdagi grantiga ta'sir qildi. Chunki yakuniy eng oxirgi javob olgan paytimizda Muhammad Aminni maktabdagi hamma baholari 5 chiqqan ham shuni top 20 talik universitetdan taklif qabul qilindi degan narsani bosib oldi. Ungacha top 50 talikdan tepasiga chiqmayapti. Pittsburghdan oldi, Shanxay, NYU Shanxaydan oldi, Gonkongdan boshqalardan oldi-yu, men 2 martami, 3 martami garaymi $2000 pulni to'ladim. Bundan zo'ri chiqmay qolsa, offerni qabul qilish uchun $2000 to'lashga tayyordim. Chunki u aprelda, mayda javob chiqdi, lekin eng oxirgi javob Millat umidi maktabidagi yakuniy diplom olgan kuni, baholari chiqqan kuni, o'shani bergan kunim ertasiganmi, undan bir hafta oldinmi, attestatsiyalar chiquvdi-ki, nimaga chiqqan kunim, ikkita xushxabar bir kunning o'zida keluvdiki, shu HKU bor topshirgan universitetlarning ichida top 10 talik ham bor edi, Ivy League ham bor edi. Lekin eng baland nufuzlisi HKUdan chiqdi va uni pallasida o'sha Millat umidini xizmati qildi. Shuning uchun bolalarni 5, 6, 7, 8, 10 sinfdagi yo'lida baholarni to'g'ri nastroyga qilib, ota-ona xohlashi, siz xohlashingiz, farzand xohlashi va maktab xohlashi ham muhim omil. To'g'ri kelish kerak. Maktab xohlamasa, endi insonda, bolada maktabda qayerdadir 3 olib qo'ydi, qayerdadir 4 olib qo'ydi, qayerdadir 5 olib qo'ydi. Vayna abet. Men kampir, menga qarab, men qilgan toat ibodatingdan tashqari Allohning fazli karami bilan jannatga kirasan deyiladi. Men bolang zo'r bo'lgan bilan maktabga sal mehr berishi bilan bolasi dunyodagi top nufuzli universitetga kirsa, maktabga ham reyting zo'r bo'ladi. To'g'ri, maktab ichida 100 ta odamdan 100 ta odam top 100 talik universitetga topshirmaydi. Lekin top 100 talik universitetga topshirish uchun hadda bersa, maktab ham, kerak yoshlar ishlari agentligi ham, kerak direktorlari ham bolaga yonboshsa arziydigan davrlar. Chunki bu maktabni, bu millatni, bu mamlakatning orzusi. Agar shu bola, shu ota-ona top 100 talik universitetga olib kirmoqchi bo'lsa, maktab shuni kerak bo'lsa baholariga ijobiy ta'sir qiladigan yondashsa, bu situatsiyani minaysa atnashini deyman. Shu joyda maktab исключение qilsa arziydi deyman. Men uni hali soqqasini olib, uchini 5 qilib bersin demayapman. Lekin qaysi maktab orzu qilmaydi, meni bitiruvchilarim top 100 talik universitetda o'qiyapti degan narsa. Nega shu top 100 talik universitetda orzu qilmoqchi bo'lgan maktab yosh bolada endi qaysidir paytda fizkulturadan qochgandir, qaysidir paytda matematikadan 4 emas 3 olib qo'ygandir. Shu yerda uchi bitta bolani top 100 talik universitetga kirishiga taqdiriga ta'sir qilyapti. Menimcha mana shu joylarda kompromiss qilsa bo'ladigan yondashuv deyman. Menimcha men bu faktorlarni bugun ota-ona sifatida ham sohadagi farzandlarga befarq bo'lmagan millatning bir vakili odam sifatida agar yoshlarimiz, farzandlarimiz top 100 talik universitetga topshirish haqida haqiqatan hujjat yig'ayotgan bo'lsa, uni ko'rayotgan bo'lsangiz, shunaqa mas'ul loyihalar bilan ishlayotgan bo'lsa, menimcha maktab, menimcha rayon, menimcha garani, menimcha oliy ta'lim vazirligi ham mana shunaqa bolalarni qo'llab-quvvatlash uchun bir qanaqadir spets komissiya qilib bir adaptatsiya qilib yondashsa arziydigan holatda. Hatto oliy ta'lim vazirligi ham yoki maktabgacha maktab va ta'lim vazirligi ham bu narsani bolalarni dunyodagi top universitetga o'qish uchun, bolani 6-sinfdagi bitta xatosi uchun u imkoniyatdan
buzmaslik kerak degan fikrda. Holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi, lekin bahsga sabab bo'ladigan zo'r temani ochdi. Chunki har birimiz xohlaydi, hatto maktab vazirligi ham xohlaydi. Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi ham xohlaydiki, o'sha prezidentimiz orzu qilgan top 100 talik universitetda bizani qora ko'zlar ko'rish. Lekin oddiy shu maktabgacha va maktab ta'lim vazirligini mas'uliyatida turibdiki, 6-sinfdagi bolaning xatosi deb, o'sha bola bugun attestatida yo boshqasida bir 3 yo 4 yo 5 qaysidir qolib ketgani uchun dunyodagi top nufuzli universitetga kira olmasligiga siz bilan bizning mas'uliyatimiz bor. Shuni menimcha bir qanaqadir ko'rishimiz kerakki, top 100 talik universitetga harakat qilayotgan talabalar ro'yxatini olib, ular bir qanaqadir spets komissiya bilanmi, bir qanaqadir adaptatsiya bilanmi, kompromiss bilan yondashadigan, ularga faktiski o'sha paytda uchini to'rini ola olmagan bola bugun fokusi bilan bor jon jahdi bilan dunyodagi nufuzli universitetga kirayotganda siz va bizning mas'uliyatimiz, siz va bizning mas'uliyatsizligimiz bitta bolaning taqdiriga salbiy yoki ijobiy ta'sir qilishini his qilishimiz kerak. Bu juda muhim. Juda ham muhim mavzuni ochdingiz. Qadriyatlar. Ba'zi o'zim top universitetda o'qiganim uchun ko'raman, ba'zilar keladi, masalan, chet elda ayniqsa tayyorgarlik ko'rgan bo'lsa, qadriyatlari yo'q joyda tayyorgarlik ko'radi va universitetga kelgandan keyin umuman masalan buzilib ketadi deb bo'lmaydi, dunyoqarashi umuman o'zgarib ketadi. Ya'ni ota-ona chet elga yuborib, orzu havasi bilan top universitetga kirgizadi va u yerda bola umuman o'zgarib ketadi. Ya'ni qadriyatlari, ota-ona bilan gaplashishi. Shunga, ya'ni ustoz muhim deb o'ylaysiz, to'g'rimi? Albatta, bugun biza dunyoning qaysi universitetga borishidan qat'iy nazar O'zbekistonda eng katta kulturniy kod DNK degan qadriyat bu yerda bor. Qancha uzoq ketsam, shuncha qadringga yetdim deydi. Bu yerda uyda bor ota-ona, uyda bor manaqa muhit, uyda bor munosabat, uyda bor samimiyat, uyda bor manaqa mana bu O'zbekistondagi bo'lgan, hattoki mana shu yerdagi siz oddiy salomingizga alik olishimiz bu trendda. Chunki bugun muvaffaqiyatli insonlar learn or return degan fazadan o'tamiz. Ham sizlarga o'xshagan yosh bo'lganmiz, ambitsiyamiz bo'lgan, intilganmiz, rivojlanganmiz, o'rgandik. Sizlarga o'xshab o'rn fazasiga kirdik, sizlar endi mana o'rn fazasiga kiryapsizlar. O'rgandinglar endi ishlab olishinglar kerak. Gazini bosib, soqqani ishlash kerak deydi. Pulli ishlash kerak, xizmat ko'rsatish kerak, qiymat berish kerak. Masalasi yo'q. Men ma'naviyat kanalda gaplashmayman, odamlarga sal Hasan aka ham o'zimizdan ekan. Jaydar ekan degan bir fikrda ochiqchasiga gaplashaman. Chunki bu real hayotdagi holat. Yaxshi qiymat bering, yaxshi qadriyat bering, yaxshi xizmat qiling, pulli ishlang. Pulli zo'r ishlasangiz, zo'r insonlar atrofida yurasiz, intilasiz, rivojlanasiz. Dunyodagi eng zo'r nufuzli mamlakatlarga, nufuzli universitetlarga borib ko'rib imkoniyatiga ega bo'lasiz. Pulingiz bo'lsa, yaxshi joyda ishlaysiz, yaxshi joyda yashaysiz, ota-onangiz zo'r joylarga olib bora olasiz. Pul ilmini o'rgatgandan keyin bolani pulga o'rgatadigan kulturni kodda nima qilish kerak? Kim xohlamaydi bolasi boy bo'lmasligini? Siz ota-onangiz ham xohlaydi, siz ham xohlaysiz, hammamiz xohlaymiz. O'zi pulli ishlar desa bir xil nima pulli faqat o'ylaysan. Ha, pul ishoning, gapiradigani ham, gapirtiradigani ham. Bolalarimiz yaxshi qiymat berib, yaxshi klubga borib, yaxshi xizmat qilib, yaxshi salohiyat qilsangiz, yaxshi xizmat ko'rsatsangiz, yaxshi pul topasiz. Yaxshi pul topsangiz, yaxshi klublarga kirasiz. Yaxshi yurasiz, kalla odam aytadi, pul ko'p tursa, kalla zo'r ishlaydi bolam deb. Kallangiz shunaqa zo'r ishlab ketadi. Ambitsiyalaringiz, orzularingiz, mashinalaringiz, mana ofislarda ishlagilaringiz kelib ketadi. Mana ofislarda yashagilaringiz kelib ketadi. Okrujenlarda intilgilaringiz keladi. Ambitsiyalaringiz ichingizga gali tuzni solsangiz ta'mi o'zgargandek, shakarni solsangiz ta'mi o'zgargandek, bitta suvga ikki xil oq narsani solsangiz ikki xil ta'm. Mana shunaqa okrujeniga borsangiz ta'mingiz shunaqa o'zgaradi. O'sha suvsiz qanaqa klubda yurishingiz sizni o'sha suvga solgan shakar yoki tuzga o'xshab ko'rinishi bir xil qolsa-da, ta'mingiz ikki xil o'zgargandek zo'r klubga intilasiz. O'shacha zo'r klubga intilganingizdan keyin zo'r xizmat qilasiz. O'shacha ikkinchi fazingiz o'rn fazingiz. Endi pulni ko'p ishlaganingizdan keyin, xotirjam bo'lganingizdan keyin, pulni o'ylamaydigan darajadagi xotirjamlik zonasiga chiqqaningizdan keyin return fazasiga kelasiz. Odamlarga ilmni ham beraverasiz. Pulni bersang o'rgataman, bermasang o'rgatmayman demaysiz. O'rgataverasiz. Qo'rqmasdan o'rgatavergan sari pulni o'zi yana kelaveradi. Shuning uchun mana hozir return fazasini ham shu yerda qilyapsiz. Return qilish uchun
Lazzat ham birinchi podkastida 2017-yilda olgan Ground Zero'dagi birinchi tarixiy podkast. Qariganimda hamma pulni ishlab qarigandan keyin marhamatda tug'ilganman dedilar. Marhamatda borib odamlarga dars berishdi. Qariganda sassiz uchol bo'lasiz. Marhamat u yoqda tursin, hech qaysiga kerak bo'lmaysiz. Bugungi bilimingiz bugun kerak. Bilimni returnni hozir qiling dedi. Qariganga yo'q, hali qariysizmi, qarimaysizmi, Alloh biladi buni. Qarish ham hammaga nasib qilmaydi. To'g'ri. O'shaning uchun mana siz ham hozir loan qilyapsiz, o'rganasiz parallelni, earn qilyapsiz parallelni, return qilyapsiz parallelni. Bu chambarchas muhim omil. Albatta bu narsani qilib, o'rganib, odamlarga qiymatni bersangiz, odamlar holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi. Mana o'sha Seychelga borayotganimda munosabatimni o'zgarishiga sabab men o'zim havas qilgan, o'zim hurmat qilgan, o'zim yaxshi ko'rgan shunaqa eng nufuzli loyihani egasini gapi ta'sir qildi. O'g'lim kuyovurardi, sizlarga o'xshagan bolalarning motivatsiyasini olib, ada undoq ekan, ada bundoq ekan, boshimni qotirmadim. Lekin o'g'limni gapiga kirmadimda o'sha paytda Vistga kiring, to'rtog'im o'sha yerga kiribdi, Britishga kirib, to'rtog'im bu yoqqa kiribdi. Chet elga bormoqchi bo'lsam, desa bor, boshimni qotirmadim. Chunki Vist narxi bilan lider narxida 3-4 barobar summasida farqi bor. Bitta mashina puli ketadi 1 yil san o'qishingga. Men bu yerda 4 yil o'qiydigan pulingni 1 yilda to'lashim kerak deb yurardim-da. Men o'zim havas qilgan odam bitta gapi o'sha kunning o'zida Seychelga borib kelib bo'ldi. O'g'lim Vist yo Britishga kiradi deb keldi. Окружение. Siz havas qilgan odamlarni ichki dunyosida fikringizni olsangiz, hatto men aytgan mana shu gapni o'zi aytgandan ko'ra menga gapirtirib, indamay aqllilik qilib turganingiz uchun bitta odam hozir shunday bo'ldi, men tushundim deydi. O'g'limni putyvoditelь sifatida shu yo'lda bosib o'tgan success story'si bor, muvaffaqiyatli, tajribali insonlarni, otani yo onani gapi qadri boshqacharoq. Bo'ldi, ukam, sen mana shu odamlar gapirganing uchun, mana shu odamlarni gapirtirganing uchun sen demak super silang, kompetensiyang bor ekan, keyin meni o'g'lim bilan ishla deydi. Mana shundan keyin pulni mehnatingiz uchun beraman. Lekin o'sha har bitta insonni pin kodi bor. Pin kodiga tushishingiz kerak. Pin kod suhbatlar orqali ochiladi. Pin kod mana shu orqali. Endi qadriyat deydigan bo'lsak, voy qadriyatga keldi. Chet elda shu qo'rqadiganimiz shu. Shuning uchun bizga tarbiyani berishimiz kerak. Bizga qadriyatni berishimiz kerak. Biz mana kulturada mana bu fikrlar orqali aytishimiz kerakki, gulni ekmasak o't chiqadi. Bugun siz va sizdan tashqari mana yaqinda El-yurt umidi jamg'armasining rahbariyati bilan ham gaplashdik. Dunyoning hamma mamlakatiga ketadi. Afsuski u yerda o'sha xuruj boshlanadi. Siz hozir mana bu krugdasiz, bu gapni eshityapsiz. U yerda boyagi shakar o'rnida tuz eshitganingizdan keyin holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi degan narsa sizga boshqacha ta'sir qiladi. It's my life deysiz. Bu mana private zonam deysiz. Ota-onasini David Adinga bergan narsa oddiy hol Amerikada. Yoki ota-onasidan xabar olmaslik, qiymayman deyish, o'zini hali bosar-tutarni bilmasdan o'zgarish. Sani men yemay yedirib, kiymay kiydirib, o'qitib, chet elga borib, men non tuzim yeb, tuzimga tupuradiganini bilganda, o'sha payt o'zida qo'lingni sindirib, men bu yoqqa olib kelardim deb yurgani qancha. Yoki qo'pol qilganda otangni belida peremotga qilib sen tug'ilishingni oldin oborardim deb do'rganlar qancha. Tug'ilmasang qancha rozi edim do'rganlar. Afsuski bolasi non tuzini yeb, tuzini tupurgan holatlar bo'ldi. O'sha окружение ta'siri. O'sha uchun sizlarga o'xshagan bolalar dunyodagi qaysi universitetlardan tashqari, qaysi muhit, qaysi jihatlar bolalarimizga biz uchun qadrli bo'lgan qadriyatiga ta'sir qiladi. Men hatto Gonkongni tanlaganimga shunaqa xursand bo'lganmanki, chunki o'qish tayyorlayotgan paytimda Odiljonga yetardim, Humoyunga yetardim. Kamda sizlarga o'xshagan farosatli bolalarni oldida yursa ham, u ham men uchun juda muhimdir dedim. Haftada bir marta bo'lsa ham, oyda bir marta bo'lsa ham ko'rishib tursanglar. Mana hozir Ramazon iftorlik qilib tursanglar, juma namoziga chiqib tursanglar. Bolam tinchmi desam, yaxshi, xotirjam bo'ling, adasi Hasan aka deb tursanglar, men uchun yana eng muhim omil shudir. O'shaning uchun bizani bolalar borayotganda sizlar mana bu punktga alohida e'tibor qaratishingiz kerak. Hasan aka, o'g'lingiz borayotgan joyda o'zimizni qadriyatli o'zbeklar bilan bir muhitda
bir krugda yoki birinchi Lokomotiv, Ledakol yoki Kristofor Kolombga o'xshagan o'zbek bo'lib, riski bo'lgandan ko'ra o'zimiz hurmat qilgan, qadriyatli, odobli yoki holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi, farosatli bolalarning krugida yuradi. Bu juda muhim. Bir-biriga ko'zgu bo'lib, bir-birini hali toqqa chiqayotgan nimalarga o'xshagan, skalolazlarga o'xshab arqonda bog'lab, bog'liqlik bo'lib turadi. Bunda bir-biriga qarab, ko'zdan tushunib turadi holatini, kayfiyatini, anaqaga poxodga chiqqan bolalarga o'xshab, nimaga ekspeditsiyaga chiqqanlarga o'xshab bir-birini arqon bog'lab turadi. Xudo ko'rsatmasin, 10tasining ichidan bittasi betob bo'lsa, 9tasi uni tashlab ketmaydi. Mana shu ekspeditsiya, mana shu poxod, mana shu toqqa chiqqan nimalarga o'xshagan sifatida ota-ona uchun mana shu jihati muhim. Onalarning xavotiri, ota-onalarning xavotiri mana shunda, bolam yomon yo'lga kirib ketmaydimi? Oddiy uzoqqa bormaymiz, men Muhammad amiga har doim aytaman. Bolam juda muhim. Pul bilan ishing bo'lmasin. Baraka topsin, el yurtimizga rahmat. Borishing, kelishing, yeb ichishing, o'qishing, kitoblaring, boshqalaringdan tashqari grantni bergan ekan, hattoki menga juda qadrli. Undan tashqari yana puling yetmasa, Gonkong qimmat shahar, anota arzon ekan deb, ke bolam mana shu halol haromni farqiga borib bo'lar bo'lmas restoranlarga imkon boricha kirmagin deb har doim aytamiz. Faqat sen bilasan. Biz bilmaymiz. Nima muhim bo'lsa ham ovqatni tejama. Shu luqmai halol deganda farqi o'sha Pokistonliklarning kuxnasi bo'ladimi? Nimalarning kuxnasi bo'ladimi? Hindistonliklarning kuxnasi bo'ladimi? Turklarniki bo'ladimi? Bor halol kuxnani qidir bo'lam deyman. Hayo bu tovuq go'shti ekan yo balancha ekan deb berma. Mayli cho'chqani, palmalchani yemaysan. Pork desa no pork, lekin boshqa mol go'shti, boshqa tovuq go'shti ekan deb lo'ba kuda papala kamu papala borma, bolam. Biz uchun bu juda muhim deymiz. Bundan tashqari bu ham o'sha o'rtoqlarga mana shu haqida gaplashadi ekan. Buni bo'lmagandan keyin bo'laveradi deydi. Oddiy mana shundan boshlanadi. Luqmai halol. Buni yemagandan keyin, uni ichmagandan keyin ertaganimizga qo'shilib sigaret chekishi kirib ketgani qancha. Mamizga qo'shib kallan ichadi, unisiga borib aroq ichadi, undan keyin diskotekaga boradi, keyin bitta общество, 3ta bola, bitta qiz ekan desa, u ham mumkin emas. Mumkin emas. Shu 3ta bola bo'lsin, o'sha 3ta bola bilan tur. Bitta qiz aralashgan xonaga hatto mumkin emas. O'g'il bolalar alohida muhitda turishga. Ularda farq yo'q-da. U hali oq qorani farqiga bormagan, halol harom farqiga bormagan odamni atrofiga borsang, ты среднестатистический твоего окружения bo'ladi. Sizlardan, Odiljondan, men endi o'sha ota-onani shu yo'lni bosib o'tgan odam sifatida siz uchun eng qadrli jihati nima desa, окружениесі deyman. Mani bolam borganda keraksa doplata qilaman. Keraksa сопровождение uchun, mas'uliyat uchun men nima senga mehr berish keraksa beraman. Bolam yaxshi o'zbeklar bo'lsin. Yaxshi qadriyatli millatlar bo'lsin. Halol harom bilgan, qadriyatni bilgan, mas'uliyatni bilgan yoki musulmon bo'lgan yaxshi oilalarni окружениеsidagi muhitini menga nazoratini olib beringlar deyman. Menga top 10talik universitet bo'lmasin. Lekin men bu muhim. Top 100talik bo'lmasa ham bu muhim. Eng muhimi 3 yil, 4 yil bitta xonadoshi kim? O'shaning ichida 1 yil, 2 yil ichida yuradigan atrofida qadriyatli odamlari kim? Chunki bitta universitetda 1000ta talaba o'qisa, 1000ta odam 1000 xilda. Mana shu jihati men o'ylaymanki ota-onalarni cho'chitadigan. Chunki ertaga o'sha bolalar bir-biriga qiziqib volontyorlik deydi, bir-biriga qiziqib o'sha окружениеni ambitsiyasi, mana sizlarning ambitsiyanglar, sizlarning xarizmanglar, sizlarning oldinglar yursa, mayli kimgadir yaxshi otga bir qamchi, yomoniga 1000 qamchi deydi. Bittada Xudo bergan, o'zi yuqtirgan soft skillsi bor, ambitsiyasi bor, jilkasi bor, bolalar bor. Lekin kimgadir 1 yil kerak. Sekin o'sha окружениеning oldida yuraverib, ko'raverib, mana bunaqa sizlardan qovun-qovundan rang oladi deb o'shanaqaga intiladi. Bu juda muhim. O'shaning uchun bolalarimiz yaxshi окружениеda o'zini stержini ushlab qolish kerak. Parvo qilma, lekin beparvo bo'lma. Plus beparvo bo'lma deganda atrofdagi odamlardagi salbiy ta'sirlarni, immunitetini ushlab qolish kerak.
Mana shu immunitetni gulli biz ekmasak o't chiqadi. Hmm. Ota-ona o'shaning uchun farzandi bir yilda bir martami, bir yilda 2 martami uyga kelgin deyish kerak. Uydan uzilib ketsa bola kelgisi kelmay qoladi. Hmm. Bizga qiyin pulim yo'q, sharoitim yo'q, yana 1 yil qolay, yana 2 yil qolay deydi. 1 yil 2 yildan keyin mehr ko'zda. Ha bo'ldi-da, o'sha ota-onaga bo'lgan mehr uziladi. Mana kecha ham telefon qilib odam baribir uy sog'indi deb qo'yadi. Ha sog'inasan-da bolam. Sog'inganing yaxshi. Bo'ldi, men yaxshiman, menga telefon qilmanglar, yuribman-ku deydi. Men chunki esimda Milla Hamrayevning davrida sizlarga o'xshagan yillarni biz 94-yilda o'tganmiz. Hasan aka yuzlab o'sha payt el yurt umidi ham yo'q, millat umidi ham yo'q, hech narsa umidi fondi ham hech narsa yo'q paytda kelajak ilmi degan Milla Hamrayevning maktabi orqali dunyodagi universitetlarga tayyorlab yuborardi. 1 yilda bir marta xat ham yozmaydi. U paytda SMS yo'q, Telegram yo'q, kelmaydi. Onasi ayt bolamga, senga bolam dunyodagi zo'r universitetda o'qisin deb olib keldim-ku. Endi sen ta'siring ota-onasidan xabar olsin, menga muhim mana shu desa, onam gapiraveradi. Onam gapiraveradi deb o'sha bola betga chopar. Bir bezlashgan, xununlashgan, qadriyati yo'qolgan, yeshilib ketgan davrlarga kiradi. Ota-ona shundan qo'rqadi. Ota-ona xohlaydi bolasi zo'r bo'lsin, lekin shu bilan bir qatorda ota-onani qadriga yetsin. Ota-onani esdan chiqamiz. Faqat mana shu xotirjamlikni xohlaydiki, bolam borsin, zo'r bo'lsin, non tuzini yeb, tuziga tupurmasin. Shu yerda ota-ona umid fondi dedi-ku, el yurt fondi. Bolam mana-ku adasal halol nimalar ko'p Gonkongda juda qimmatroq oddiy ovqatdan ko'ra. Ota-ona umidi fondidan beraman, ovqatga tejaman. El yurt umidi bo'lganda ota-ona umidi fondidan beraman. Ovqatga kelganda ishing bo'lmasin. Farqi turetskiy kun yaqinroq, faqat qimmatroq. Umanatdagi halol uzoqroq, arzonroq desak, menga farqi yo'q. Har kun yonida turetskiy restoran bo'lsa, restoranda obed zavtr ujin qilganda, lekin mana bolani bir haftada ketadigan pulni bir kunni o'zi tinchitsang ham roziman. Menga muhim ovqatga kelganda tejaman. Sen kerak emas ovqatga ishlat. Sen bo'lar bo'lmas tralivaliga, bo'lar bo'lmas hoy havaslarga, boshqa narsalarga noto'g'ri ishlatishingga men beparvo emasman, befarq emasman. Kerak emas rastratalar yoki tam kiyimga, unga, bunga qiziqadi. Unaqa narsaga qiziqmaydi lekin. Bilamanki, pulga nisbatan puxta hisob kitobini jotki biladi, qadriyatini biladi, boshqa biladi, lekin ovqat kelganda sal qimmatroq ekan deb, men bu 10 so'mlik narsa bu 30 so'm. 100 so'm bo'lsa ham farqi yo'q deyman. Ovqatga kelganda 1000 so'm bo'lsa ham farqi yo'q. Boshqa narsaga kelganda o'ylab ishlat, ovqatga kelganda o'ynab ishlat. Mana shu bu bizning tilda aytganda luqmai halol. Bolangiz luqmasini halol bo'lmasligiga ta'sir qilsa, keyin o'zingiz boshingizni o'zingiz ushlab o'tirasiz. Nimaga bolam tofiq bo'lyapti, beodob bo'lyapti, qadriyati yo'q bo'lyapti. Bu hammasi o'sha ishoning o'sha cho'chqaning go'shi orqali yoki halol harom bilmagan narsa orqali o'tadi. Bu afsuski holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi. Hasan akaning versiyasi siz uchun eng qadrli jihati nima va bolangizga haligacha qaysi mesajni tinmay uqtirasiz deganda bolam kerak emas kalyan, kerak emas tralivali yoki tamali qadriyat, chunki bu yog'i faqat o'zing bilasan, ishtoning biladi deyman. Sen qilayotgan beodoblik va boshqa narsa. O'shaning uchun sen bilginki, sendan tashqari Alloh ko'rib turibdi. Otang, onang ko'rib turganimizni mana shu boqqa yermiding, yemasmiding? Noto'g'ri yo'lga kirarmiding, kirmasmiding? Kerak emas narsaga qiling. Bu avvaling xor bo'lsa bo'lsin, oxiring xor bo'lmasin. Hozir kerak emas ahmoqlik qilmasang qilmagin. Chunki bolalar chet elga borganda ko'p bilan gaplashasiz. Nima bu qilsak yedik Hasan aka deydi. Kimdir hali Amerikadan kelgan bir yaxshi bolalar, unisini ham urdik deydi, bunisini ham urdik deydi, kiradigan yuzi kirib ketdi deydi. Qayta olgani bor, qayta olmagani bor. Bu yerda mana shu paytda bolalarning jilovi lokus kontrollasi va nima muhim, nima muhim emas dashbordlarini uqtirishimiz bu bizning ota-onaning mas'uliyati. Shuni oldindan qilishga qanaqa qaraysiz? Ya'ni masalan, men ketganimda menda bunaqa muammo bo'lmagan, lekin masalan ba'zi o'rtoqlarimda bo'lgan. Nimaga? Chunki men oldin ham o'zim yashab ko'rganman. Qanday qilinadi? Mana yaxshi temani ochamiz. Masalan, men universitetga tayyorgarlik ko'rayotganimda 3 oymi, 4 oymi universitetga qo'yganda deadline'im bor, men tayyorlanishim kerak. O'zim o'rtoqlarim bilan yoki o'zim bo'laman.
to'g'ri o'zim yashayman deganman. Zo'r, sizlar shunaqa kampus O'zbekistonda formatini bo'lgan. qilaylik, tamom. Kampus formatini qilaylik. Bitta kvartira bu zo'r fokus, bu zo'r auditoriya, bu hali TikTok house'lar deydi-yu. Sizlarni o'zinglarni Pioneer house'inglarga o'xshagan bitta kvartirani olib, shu narsada mustaqil bolalar ovqat pishirishni o'rgansa, mustaqil dazmollashni o'rgansa, вообще zo'r. Bizani nima deydi buni otini? Lagerlarga o'xshagan formatda, talabalar kampusi formatda, talabalar kvartirasi formatda bu yechim qilsanglar dahshat, chunki biz o'zimiz ham Qo'mondonlik ketishdan oldin bolam, ertaga dazmolni o'zing qilishing kerak, kiringni o'zing yuvishing kerak, bolalar bilan o'sha muhitda turishing kerak, ovqatni o'zing pishirishing kerak. O'sha yerga borganda o'rganib olaman derdi. O'rganmasak. O'rganmaydigan o'tda ham o'rganmaydi, lekin точно oldimizda qilmasdi. Lekin men bu yerda 3 oy bo'lsa ham o'z shahringizda, lekin ham o'zini o'sha TikTok house'lar formatida talabalar o'zini nima sifatida nima deydi buni otini? Oldin gimnaziyalar bo'lardi, internatlar bo'lardi. Haftaning oxirida bir marta uyga kelib. Mayli haftaning oxirida bir marta. Futbolistlar ham shunaqa qiladi. Futbolga chempionatga tayyorlaganda o'sha bola qachadi, lagerga olib boradi, alohida yashaydi, ertalab turadi, disiplina qiladi. Uyda choyxonaga unga bunga chalg'amasin deydi. Bu zo'r narsa. Naborot ota-onalar shunga to'lashga tayyor. Aka bolangizni universitetga kirayotgan yilida дополнительный option bor desanglar, вообще zo'r fenomen. Men jon deb berardim. O'g'limni, lekin hozir yangisi bo'lsa ham beraman. Chunki bir hafta bo'lsa ham, bir oy bo'lsa ham, men bu yerda Toshkentda yaxshi xatabda zo'roq bo'lsa ham, kvartiraga bo'lsa ham to'lab, bolalar chochma formatda. Men chunki esimda Qo'mondonlikdan tashqari Firdavs o'g'lim ham Turkiyada o'qidi 1 yil. Unga ham bolalarga aytardim, bu yoqda turgandan ko'ra bu yoqda infarktda turgan bolalar bilan kvartirada tursin derdim. Papinki, maminki sinochik bo'lmasin derdim. Borsin, tualet tozalasin. Ertalab turganda oyisi, bolam turdingmi, choying tayyor degan narsaga katta bo'lmasin. Davay bor. Supurasan, sidirasan, ovqat qilasan, chunki kvartirada bo'lganda armiyaga o'xshagan narsa kerak. Realni kerak. Bolalarda armiya bo'lmadimi? Xatabi talabalik davrida sal bo'lsa ham o'sha okrujenda boradi, chunki ular bilan o'sha boshqa joyda nepisini zakonlari bo'ladi. O'chiradi, navbat, mas'uliyat, disiplina, qaror qabul qilib, onasini oldi qilgan erkalik o'tmaydi-da. Adaptatsiya qilish. Adaptatsiya qilish kerak. Bilet chota nito desa, shunaqa nitoni hozir ko'rish kerak. U yerda borganda mana hozir o'zingiz ham dunyodagi zo'r nufuzli universitet bo'lsa ham, Zafar Hoshimov oldiga borsangiz ham, Murod Nazarov oldiga borsangiz ham, Hasan akani oldiga borsangiz ham, odob saqlaysiz. Bolalarning oldida men qanaqa kurtoy bo'lmang, mana bunaqa joyga kelganda ularga moslab tushasiz va bunda ko'rgan odam baraka topgin, farosatli, istarali, yaxshi yigit ekan deb siz haqingizda ijobiy fikr bo'ladi. Va sizlar bugun mana shu odamlar bilan suhbat qilishinglar evazida boshqa ota-onalar sizlar haqingizda ijobiy fikrga ega bo'ladi. Boshqa hozir sizlarga o'xshagan o'smoqchi bo'lgan bolalar kamida o'g'lim sizlarga o'xshasin deyman. Soft skills bobida. Soft skills bu farosatingiz. Soft skills bu madaniyatingiz. Soft skills bu muomalangiz. Soft skills mayli shu Muhammad Amin orqali bo'lsa ham, o'zim orqali bo'lsa ham chiqib kelib mana shu ishni siz hal qilayotganingiz. Hozir nechiga kirdingiz? 20 ga. Nechinchi kurssiz? 2-kursim. Muhammad Amin bilan tengsiz. Sal kattaroqman. 2 yil O'zbekistonda bo'lganman. Nechinchi yilsiz? 2005. 2005 bo'lsa, 2006-yil bir yosh kattasiz. Mayli-da, qani hamma xohlaydi. 2005-yil bola, Odiljon 2004-yilmi? 2004-yil bolalar, uncha 30 ga kirgan bolalar qila olmagan ishlarni qilyapsizlar. Demak, mana shuni orqasida qaysidir ko'p faktorlar bor. O'sha krugda yurdinglar, o'sha fokus bilan nima qildinglar, anusiga qarab intildinglar, bunga qarab intildinglar, bundan zo'r bo'laman dedinglar, yana boshqa joydagi boshqa odamlar qilayotgan ishlarni qilyapsizlar, sizlar to'g'ri yo'ldasizlar. Va atrofingizda bizga o'xshagan odamlarni, bolalarni yurishi ham sizlarning foydangizga. Nega? Siz masalan, men bu yerda $200,000 pulingiz yo'qda, men ertaga o'g'limga $200,000 pulimga ikkita ofis qilib beraman. Bunaqa ikkita ofisi bor joyda o'ziga o'xshagan og'aylar bilan ishlasin, soqqali ishlarni qilsin, katta ishlarni qilsin deyman-da. Tushunyapsizmi? O'zbekistondagi eng nufuzli biznes markazida kecha o'g'limga aytdim, bo'ldi dedim, mana shu yerda dedim. Ikkita mana shunaqa 25 kvadratli ofis bor, bitta home office qilib beraman, bitta mana qilaman, nima dvijeniyalar bo'lsa, nima ishlar bo'lsa, katta ishlar o'tda bitadi. Kim bilan qiladi? O'ziga o'xshagan bolalar bilan aytadi. Shuning zo'r odamlarning farzandi bilan networking qilishingiz, zo'r odamlar farzandi bilan shaxmat o'ynashingiz, shaxmat degani
Kichikroq narsada yutqizsangiz katta narsada yutasiz. Zo'r okrujeniyada intilishinglar bu sizlarni pul bilan topolmaydigan ishlarni bepulga hal qiladi. Men o'g'limni og'aynisi bo'lganingiz uchun o'tiribsiz-da. Ada menga Asadbek Levshi bir paytlar yordam qilgan. Mana shunaqa so'radi. Endi mana bunaqa, lekin mana bunaqa deb kecha rektifiklashni aytdim. Odiljonni olib chiqaman, Asadbekni olib chiqmasam kerak kaliberga dedim. Kaliberga chiqa olaman dedim. Andim hali shu emotsional balans nuqtai nazaridan Odiljon masalan $100,000 menga qiymat bergan bo'lsa, Ruslonaga Asadbek $1,000 berdi yo bermadi. Bergan qiymatini men unga pul bilan bergan emas, скорее всего. Senga nimadir usluga ko'rsatgan bo'lsa, emotsionalni hali shu qonni yo'q. Ito sani og'ayning bo'lgan uchun keversin men podдержка qilaman. Lekin hozir Odiljon xohlagan duxi yetgan yetmagan odam otini aytsin, men Luboy bilan networking qilib tanishdim. Mani bolamga yaxshilik qilgan odamga men jonim beraman. O'shuning uchun siz eng zo'r odamlarni bolalariga yaxshilik qilsangiz, qayerdadir kichikroq narsada yutqizib katta narsada yutish mumkin. Pul bilan topa olmaydigan ishlaringizni bepul gap qiladi. Odiljon Luboy masalani aytsin, meni qo'limdagi Luboy bilan qo'limdan kelgancha hal qilib beraman. Hozir mana sizdan keyin Odiljon bilan intervyu bor. Luboy aytgan ishini hal qilaman. Chunki u meni masalamni hal qilib qo'ygan. Men uchun eng qadrli bo'lgan paytda shaxmatda o'ynab o'rgan. Haligacha o'ynaydi. Ishoning, xohlayman bolam zo'r bo'lishini. Bolam zo'r bo'lishini xohlaganimdan keyin atrofida sizlarga o'xshagan bolalar, bolam uchun bo'lmasa ham o'zi uchun bolamga zo'rlik qilsa, men bilaman, uni ko'raman, ko'rsataman. Demak, sizlar bugungi kunda O'zbekistondagi eng nufuzli insonlarni farzandi bilan oldi berdi qilganda pulni mehnatingizga olasiz, lekin pul bilan topa olmaydigan kichkina soft skillslaringiz bilan pul bilan topa olmaydigan salohiyatni qo'lga kiritasiz. Umumijonga ham bu gapni gapirgan emas, sizga ham aytmayman, Odiljonga ham bu gapni gapirgan. Man degan inson bolasini zo'r bo'lishini xohlaydi. Sizlarni qo'lingizda ularni bolasi bilan muomala qilish. Bizani bolalar, sizlarni bolalar bilan sizlarga o'xshagan odamlar bilan yurganda, men bilaman sizlarni super siylaringlar qayerda, sizlarni kuchli jihatinglar qayerda, sizlarni o'g'limdan ko'ra yaxshi jihatinglar qayerda. Bu o'g'lim sizlardan xulqlanish kerak. Nonga o'xshaydi. Qaymoqga botirsa qaymoq ta'mi keladi, murabboga botirsa murabboni, asalga botirsa asal. O'sha okrujeniyada yurib, qayerdadir sizdan, qayerdadir Javohirdan, qayerdadir Humoyundan, qayerdadir aytaylik Odiljondan, qayerdadir Palonchidan, qayerdadir Pistonchidan degandek, har biridan shadow mentoring orqali xulqlanadi. Xarizma bobida, istara bobida, motivation letter bobida, soft skills bobida, critical thinking bobida. Mana shu okrujeniya muhim va mana shu savol boshida bergan savolingiz javobi. Ishlarimni deng o'qirdim. To'ppa-to'g'ri mana o'g'lim dunyodagi top universitetda 4 yil umr sarflashi bizani bir paytlar mana shu xatoni qilganimiz, adam rahmatli o'qishlar ikkinchi plan bo'lib turgan paytda ada o'qishga nima qilamiz, hamma joy bozor bo'lib ketdi, siz yoningizda ishlab yuramiz degan paytimizda oyim aytganlarki, yo'q, o'qiydi bular deganlar. Va haligacha adam bizani qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lgan paytda oyimning gaplari bilan bizani o'sha paytda pulni berib bo'lsa ham bepulga kirib bo'lmasdi universitetga. Vastoshiga soqqasini berib olib kirib qo'yganlar bizani. Bepul kirib bo'lmasdi, prosta kirib bo'lmasdi. O'zi repetitorga pul berganlar, boshqa berganlar. Hozirgi kontrakt pulni birovga beriladigan davrlaydi. 94-yil 100 ta odamdan 95 tasi pul bilan kirardi. Bitta 5 tasi tanish bilan kirmasa, bitta zo'r o'zini kuchi bilan kirib qolmasa, o'zini kuchi bilan kirish shansi juda kam edi. Bir kam edi. Repetitorga borib maktabni 5 yilga tugatib, yana pulni olib, xotirjam men bolam 2-yil riskovat qilmasin deb aka-ukalarimiz hammamizga 3 ta kichkina ukamiz bepul kirgan ekan. O'zini kuchi bilan kirgan. Pul bilan kirmasa kira olmaydi. Rahmonberdiga deganda pulimizni olib kirdirib qo'yishgan. Va biz o'qiganmiz, Vostochnda 1 yil o'qiganmiz, keyin sabab bo'lgan Malayziyga perevod qilganmiz. Mana shu Malayziyga bizning hayotimiz o'zgardi. Shuning uchun universitetga kiring. Farqi yo'q, Westminsterga bo'lsa ham kiring. Nega? 4 yil ichida zo'r kurukda, zo'r odamlarning farzandi bilan soft skills o'sha paytda oladigan vitaminni o'sha paytda olasiz. Xuddi hali 9da, 10da, 11da jelательно uxlay bo'lmasa, hali kechqurunga kiradigan nimadirlar 2dan keyin uxlaganda kirmaydi deyishadi. Xotini bilmayman shu paytda nimadir deydi. Vitaminlar uxlagan paytda. Xuddi shunaqa har bir paytda o'zini oladigan vitamini bor. Shuning uchun albatta men
любой ota-onaga aytamanki, sharoit bo'lsa, jilanisi bo'lsa, imkonini bering. Bizda jilani bo'lgan, adam imkon berganlar. Sharoit bo'lgan, imkon berganlar. Hattoki sharoit bo'lgan Umid fondiga topshirganmiz. Borganlar, shu balki bermaganlar uchun bizdan rezervga tiqib o'tkazishmagan. Men bilaman, skoriy всего, mana shu bolalarni zo'r poddержка qilsanglar, bu xizmat biz qilamiz deganlar. Soqqasini olmagan uchun El-yurt Umididan, El-yurt emas, Umid fondidan bizani choptirishgan, kim choptirganigacha bilaman. Ismlarigacha taniyman. O'shalar ko'rganda aytadi, bizani katta xatoyimiz sizlarni Umid fondiga kirganda rezervga tiqib o'tkazmaganimiz dedi. Bo'lmasa bular umidchi deb biz maqtadardik dedi. Odam haligacha hayotman taniyman odam. Soqqasini olmagan uchun biz Umid fondidan o'tmaganmiz. Tamom. Prosta adam borganlar, mana shu o'g'lim agar bu xizmat bo'lsa, juda yaxshi yigitlar, молодец deb bo'lsa, boshqalarning ota-onasi bormagani uchun o'tganda, adam borganlar uchun bizani Umid fondidan o'tkazishmagan. Mana oddiy bitta bugun orqaga qarab, chestni gaplar chiqibdi gapirilgan gaplarni birinchi marta gapiraman, tizerga qo'ysangiz ketadi, egasigacha yetib boradi. Va u odamlar taniydi meni. Ko'rganda aytadi, "Arda, sizlarni bizlar Umid fondiga olmaganimiz, umidchi bo'lmaganinglar bizning eng katta nimamiz. Biz Umid fondiga bormay turib, uncha-muncha qilmagan ishni davlat uchun, jamiyat uchun, millat uchun samimiy fidoyi jon kuydirganimizni ko'rib, shu ishni umidchilar qildi deb maqtanardik" deyishadi. Shuning uchun maylimanki, davlat odamlardan umidi bo'lgandek bu. Shuning uchun qadriyat muhim, ota-ona muhim, tarbiya muhim, окружение muhim, soft skill. Qadriyat deganda ko'proq fizический tomonni gaplashdik, ya'ni qaysi joyda, qaysi do'stlar bilan yurishini. Lekin qadriyat deganda uni intellektual tomoni ham bor. Masalan, qaysi kitob o'qishi va qaysi savollarni berishi. Va shaxsan tayyorgarlik ko'rayotganimda universitetga ma'no nimada? Nimaga universitetga bormoqchiman? Universitetdan keyin nima qilmoqchiman? Jamiyatga yoki boshqa odamlarga qanaqa hissa qo'shmoqchiman? O'zi hissa qo'shmoqchimanmi yoki yo'qmi? degan savollarni o'zimga berganman. Va universitetga kirganlardan so'raganman, o'zi qanaqa savollar bergansiz o'zingga deganman. Hamma o'ziga chuqur savol bergani uchun kirgan ekan. Yaxshilab qarasa, ya'ni kim chuqurroq savol bersa, shu odam kirgan ekan. Zo'r gaplarni gapiryapsiz. Mana qarang, men qani xohlayman, men hozir yosh bolalar siz o yetib borgan fikrga, men bu rakursga o'zi neosознанно bu ishni qilamiz. Bizga o'xshab xudali anekdotda sala как sala deymiz. Hamma ham shu siz bergan savolni anglagan holda bermayapti va bu muhimligini siz anaqa подсвечивать qilasiz. Bu juda muhim. Haqiqatan ham ma'no, mazmun va bolalarga bilmaydi nima qilmoqchiligini, nimaga qilmoqchi. Men ham hozir sportzalga borsam bilmayman nima qilishim kerak va nimaga qilishim kerak. Eng muhimi nima qilishim kerak, nimaga qilishim kerakni o'rgatishinglar va bunga e'tibor qaratishinglar ham bugun ota-onalar uchun qadr. Va mana shu uchun biz ota-onalar pul to'lashga tayyormiz sizlarga o'xshagan loyihalarga. Chunki bolam aqli yetmaydi. Men o'zim bu narsaga fokusim, umrim yetmaydi. Men na SAT, na ingliz tilini, na matematikani, na motivation letter nimaligini bilmayman. Lekin bolam shu narsani bilish uchun pul to'lashga tayyorman. Sizlarning xizmatingizdan, qiymatingizdan, shunga o'xshagan soha vakillarining spetsializatsiyasi. Shunga fokus sifatida 3 oy pravani olish uchun ham 3 oy o'qib fokus qaratganda, bu ham fokusda kimgadir 3 oy yetadi, kimgadir 3 yil yetmaydi. Sizlar endi uni chustvat qilasizlar. Ota-onalarni farzandini olib express check-up qilib, Hasanga to'g'ri kelgan salohiyat Husanga to'g'ri kelmaydi. Har bitta bolaning o'zining super silasi bor. Men nimaga bu gapni gapiraman? Odiljon aytardi. Ustalik ham kirolmaydi, kirolmasa kerak. Demak, Odiljonga to'g'ri kelgan gap Muhammad menga to'g'ri kelmadi. Muhammad men ishonmadi. Men takasat qilaman hali Odiljon akamga derdi. O'zining ustozi bo'lsa-da, menga ishonmadilar derdi. Men anaqa kommunapiga 20 ta mumkin bo'lsa 44 ta bo'lsa 44 tasiga joning sog'izida lotereya olib beraverardim. Ada Torontoga, ada bunga men $70, mana $40, mana $80, mana $38, mana $130, $180. Mayli joning sog' bo'lsin. Ketgan bo'lsa $5-10 ming pulim ketdi. Bu rasxod emas, investitsiya bo'ldi. $200 ming universitet, undan qanchasi grant, undan tashqari yana qanchasi El-yurt Umidi. Shunga ketgan fokusini bolaga o'ziga investitsiya berdim. O'sha pullarni berdim, uni samatsenkasi. Har faxrlansam, bolam dunyodagi top 10 talikka kira olmagan bo'lsa-da, top 50 talik deyapman yoki top 20 talik deyapman. 11-universitet. O'zi 1-2 yil 10 talikka ham kirsa kerak. Bo'lsa bordi, lekin ayviylik deyilmaydi. Ayviylik boshqa, to'g'rimi? To'g'ri. Bu ambitsiyasi ayviylik. Mayli ayviylikmi, aygilikmi, menga farqi yo'q. Ularni o'qiyapti.
Menga yana nimasi yoqardi? Qaysi mamlakatlarni tanlaganda, qaysi kriteriya bo'yicha tanladingiz deganda, Amerikadan tashqari o'zi izначально Xitoy yo Gonkong yoqardi. Xitoy kelajakka o'sha butun oldi berdi bizneslar, boshqalar muhitlar. O'zbekistondan chet el bilan ishlayotgan biznes egalarining eng katta qismi ham Xitoy bilan ishlayapti. Turkiya bilan kamroq, Rossiya bilan kamroq Xitoyga nisbatan. Angliya bilan vobshe ishlamaymiz. Amerika bilan kam. Koreya, Yaponiyadan ko'ra Xitoy. Bu nima degani? Ertaga muqomada men ketyapman. Bo'sh qoldingmi? Mayli birinchi yil adaptation yildan, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi yilda borib vystavkalarda. Zo'r biznes egalari bilan mana soft skillsing, farosating, ilming orqali Xitoy tilini o'rgan, Gonkong tilini o'rgan. Biz har yil aprelda Gonkong va Guanzhoudagi vystavkaga borardik. O'zimiz bilan bu yerda bitta xitoychani biladigan bolani olib ketib, unga отдельно bitta xona olib berib, u biz bilan 20 kun aylanib keladi Xitoyda o'qigani uchun. Va 20 kun bizani bir yilga 10 yilga tatigolik сделкалаrimizda переговорlarda qatnashgan uchun yana uni qadrlardik. U bizani bahona переговорlar, bizani bahona import eksport loyihalari, boshqalar bo'yicha biz uni o'rgatardik. Bitta Xitoy tilini bilgani uchun va soft skillsi bor sifatida bizani interesimizni himoya qilgani uchun. To'g'ri lokatsiyada bo'lgan. To'g'ri. Biza есть такая профессия думать называется. O'ylagimiz kelmasdi. Poyezd biletini qara, vizani qara, otelni qara, boshqani qaratirdik-da. Fokusimiz bunga. Mana shu bahona ertaga sizlarga o'xshagan bolalar ham Gonkong dunyodagi finansiy markazlarda, hamyonda Xitoy. Juda zo'r lokatsiya. Ikkinchidan qadriyat, uchinchidan geopolitika, to'rtinchidan megapolis, beshinchidan hamma hozirlardagi narsani bu yerda olib bo'lmaydi, Westminsterda olib bo'lmaydi. O'shaning uchun mana hozirgi kichkina farzandlarimiz Westminster degani sen global act local qilolmaysan. Uning uchun o'sha yerda borib ko'rishing kerak, o'sha yerda borib yashashing kerak. 1 yildir, 2 yildir o'sha oy sizlarni sog'indim deganingni o'zidan xursand bo'lamanki, Toshkentda yurganda sala kak sala deb obishna otasini onasini doğrida yurasizda, katta xolangizni doğrida deganda uyda yurganda. U yerda borgandan keyin o'zingiz moslashasiz, o'zingiz qaror qabul qilasiz, o'zingiz ochilasiz. То, что нас не убивает, делает нас сильнее deydi. Musofir bo'lmaguningcha musulmon bo'lmas kishi deydi. Musofir bo'lasiz. Albatta, man degan ota-onalarga 1 yilga bo'lsa ham eng kamida Turkiyaga bo'lsa ham bolasi jo'nating deydi. 1 yil ichida ota-onasini sog'insin, qadrlasin, mustaqil yashab ko'rsin, farqini ko'rgandan keyin qadriga yetsin. Bu Gonkong, Xitoy birinchidan nima geopolitika, dunyodagi eng nufuzli. Nimaga intilmayapmiz u? Severniy Koreyaga intilmayapmiz, Eronga, Pokistonga, Afg'onistonga, Hindistonga intilmayapmiz. Kim nima qilsa qilsin, baribir Xitoy gegemon davlatlar safiga kiradi. Xitoy kelajakda oldi berdi, katta investitsiyalar kelsa, sizlarga o'xshagan bolalar bormi? Gonkong maktabidan, Xitoy maktabidan o'tganlar boringizda, Westminster tugatgan bola bilan Gonkong tugatgan bola o'zi milliard dollarlik loyihalar o'shanaqa joyda o'qiganlar bilan bo'ladi. U shaxmatda u 5-10 ta nimadan keyingisi. O'sha paytda orqaga перемотка qilish imkoni yo'q, hodisalarni важный god deydi. O'shaning uchun 17 ga kirganda qo'limdan kelsa o'qirdim. O'sha boyis aytgan Cambridgemi, Oxfordmi, Garvardmi. Garvard qo'limdan kelsa o'qirdim, lekin hozir ham o'g'ling Garvardga kirmagandan xafamasmi? Xafa emasman. Oxfordga ham, Cambridgega ham kirmagandan xafa emasman. Chunki bu kelajakda Garvarddagi bolalar bilan yoki mana Husanning o'g'li Angliyadagi bolalar bilan oldi berib qilmayapti. Qilmaydi. Kam o'g'lim mayli sifat ta'limi nuqtai nazaridan Angliya universitetida, maktabida o'qidi. Okey, sifat. U bitta faktorda. Bahoni total GDP mi nasdirdi? Eng total GPA bor, CGPA bor. Общий CGPA'da bitta faktorda Angliya. Lekin hayotingizda Angliya omildan tashqari Gonkong omili 10 talik bo'lmasa, 11 talik bo'lmasa, Gonkongda bo'lsa, ertaga siz Gonkongga bunday chiqing, Xitoyga chiqing, vystavkaga chiqing. Albatta men bolamga aytdim, mana pravayni olib berdim, sharoitingni qilib berdim, mashinangni olib berdim, sharoitingni qilib berdim. Nimaga? Bu yil mana 2-kurs bo'lmasdan o'sha qo'lda pravasi bor, mashinasi bor, o'qidi, sharoiti bor, tajribasi bor, 18 yoshida pravani oldi. 1 yil pravayni o'qisang, men Xitoyga yo Gonkongga borganimda mashinali masalan bo'lsa ham, sen o'sha yerdagi Xitoyga yo xalqaro Gonkongning pravasini olsang,
Xitoy xohlagan joylarda mashinani zo'rini olib, xohlagan zavodlarga mana olib bora olsang, mendan tashqari boshqa odamlarni olib bora olsang, o'sha san manaman degan chet ellik odamlar bilan bir hafta bo'lsa ham yursang, Mustavkaga borgan paytda, O'zbekistondagi eng nufuzli biznes egalari baribir Xitoy bilan oldi berdi qilyapti. Eng zo'r konditsionerlar bo'lsin, eng zo'r texnikalar bo'lsin, eng zo'r avtosalonlar bo'lsin, eng zo'r narsalar bo'lsin, ular boradi, u Mustavkaga boradi, bu Mustavkaga bu hotelda yuradi, u bilan gaplashadi, soft skill qiladi, gaplari, kalibri, ambitsiyasi, suhbatlari o'sish, rivojlanish haqida bo'ladi. Siz u yerda turib hali nolib, dollar oshdi, dollar tushdi haqida gaplashmaysiz. U katta imkoniyatlar, salohiyatlar haqida gaplashasiz. Mana shu muhim. O'sha lovite rыбу там, где она водится deydi. Bolalarimiz albatta kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'g'ling Angliyada o'qimaganda, Moskvada o'qimaganda, Amerikada o'qimaganda xafamisan, xafa emasman. Men xursandman, izначально Allohning fazli, karami, marhamati. Sizlarga o'xshagan yigitlar, siz Gonkongda o'qidingiz-mi? Sizlarga o'xshagan yigitlar bilan, Humoyun, Odiljon, sizlarga o'xshagan bolalar bilan bir oyda bir marta biz ham ko'rishib turibsizlar-da. Bir oyda bir marta biz ham gaplashib turibsizlar-da. Bir oyda bir marta futboldir, iftorlikdir, saharlikdir, Ramazondir, juma namozdir, boshqadir, nimadir bahona o'zinglarni 10tami 20tami bo'lsa ham o'sha o'zbeklik qilib qoldi. Baribir o'sha bitta muammodan o'tyapsizlar. Bitta yo'ldan o'tyapsizlar, bitta mashaqqatlardan, bitta problemalardan o'tyapsizlar. Bir-biringlarga ko'zgu bo'lib, o'zbek bolalar mana shu 10 yil, 20 yildan keyin hali o'zini effektini beradi. Biz umidchilar deydi kimdir. FBMchilar deymiz. Gonkongchilar safidan joy olasizlar. Gonkongda 20 ta talabadan 10 tasi yo 5 tasi el yurt umidi jamg'armasining talabasi bo'lsa. Lekin gonkongchilar degan narsa bo'ladi baribir. Ertaga kelgan yildan keyin oldi berdi bo'ladi. Kelgan yildan keyin bordi keldi bo'ladi. Kelgan yildan keyin bir-biringlarga qattadir katta zelkalarga pul bilan bitmaydigan ishlar bepulga bitadi. Siz hozir gonkongchilar bilan bitta Koreyadagi odamdan ko'ra gonkongchilar nisbatan radnoylar bo'lasizlar. Ertaga Gonkongdan chiqib, men o'g'limga ham aytyapman, sizlarga ham aytaman. Sharoit bo'ldi deguncha farqi yo'q, boraveringlar. Qo'shimcha mana semestrlar bormi, Angliyaga bormi, Ispaniyaga bormi, Amerikaga bormi yoki mana o'g'lim Torontoga topshirdim. Opshir, men Torontoga viza olib, shunday chegarasiga borib, Niagara nima vodopadiga borib, vizam bilan bo'lib, o'tmay qaytib keldim. Mana shu yaqinda. Kanadaga chegarasiga borib, o'tmay qaytib kelganman. Borish kerak, dunyoni ko'rish kerak, sharoit bor. Hozir важный годы, farqi yo'q. Har semestr bo'sh qoldi deganda farqi yo'q. Vyetnamga boringlar, anaqaga Shanxayga boringlar, Shenzhenga boringlar, Gonkongga boringlar, Guanzhouga boringlar, любой boringlar. Faqat hali tuxumini bosib, olib shu yerda o'tirmanglar deyman. U odamni krugazorini shunday ochadiki, u nasmotrенность deydi. Mana shu universitet. O'shancha o'qigan bo'lardim, o'shancha o'qitardim. Hozir o'g'lim xohlamasa ham, mana shu narsani hozir sizni bahonangizda aytib, sen mana buni qilgin, keyin menga rahmat deysan. Hayotingizda eshitgan eng yaxshi maslahat nima edi? Endi maslahatlarni ko'p eshitganmiz hozir endi bu yerda. Endi jurni savolga o'xshatadi. Qaysi paytda eshitamiz? Men endi hozir o'zim ko'p maslahat beraman, ustoz ko'ringlar deyman. Mana shu ham ustoz ko'rasizlar. O'zingizlar havas qilgan, o'zingizlar hurmat qilgan insonlarning suhbatida bo'linglar. Ular bilan yaxshi ko'rib intilinglar, yaxshi talpininglar. Ustoz navigator. Mana shu yerga ham kelganda sizga lokatsiya tashadi. Siz qayerdan kelishingizdan qat'iy nazar navigatsiyani yoqasiz. Probka bilan, boshqa bilan kelmang. Chunki maqsadni ustoz belgilaydi, lokatsiya tashab beradi va navigator sifatida bundoq qilgin. Mana sizlar hattoki ustoz va navigator vazifasini bajarasizlar. O'sha yo'lni bosib o'tgan odam sifatida o'sha yo'lga kirmoqchi bo'lganlar uchun. Dunyodagi bo'laman deganda Gonkongga o'qitish tavsiya qilardim, qilaman hammanglarga. Mana men bergan maslahatim va menga bergan maslahat. Menga ham shunaqa maslahatlar berishgani uchun fikrlarim shunaqa. Odamlar o'zim havas qilgan, hurmat qilgan odamdan qalban ochiq bo'lib, nima tavsiya bersa, to'g'ri kelganini olib tadbiq qilish kerak. O'sha uchun ustoz ko'ring, maslahatlar. Ustoz bu navigator. Ustoz otangdek ulug'. Otangning gapiga kirmasang, onangnikiga kirasan deydi. Bu Bobur Bobomurodning gapi. Haqiqatan ham ustoz ko'rmagan odam, shogird har baloga yo'rg'alar dedi. O'sha uchun ustoz ko'ringlar. Biz ham ustoz ko'rdik, ota-onamiz ustoz bo'ldilar. O'zimiz ham mana sizdek paytimizda 20 yoshimizgacha
hozir siz bizani oldimizda o'tirganmisiz yo mana bu shogirdlarimiz kamerada o'tirganmiz. Biz ham kamerani orqasida 2 yil o'tirganmiz, posil qor ekanmiz shkolalarda. Biz ham shadow mentoring sifatida ustoz ko'rganmiz. Nasmotriniz deydi. Juda muhimki ustoz ko'rishi, plyusi shunchalik muhimki, men sizga hozir bitta eksperiment sifatida ko'p bir narsani aytaman. Bosh barmog'ini ko'taring. Bu bosh barmoq emas bu. Mana bu bosh barmoq. Ko'rasizmi? Chunki siz meni aytganim emas, qilganimni qilyapsiz. Nasmotriniz deydi, ustozlarni oldida yursangiz, siz oldingizda yursangiz, mana bunaqa cho'tki yursangiz, bolaman o'sha tapchikada yurishga xijolat qiladi. Shu hattoki o'zini yonida 1 yosh katta bolalarning oldida yursa ham ustoz ko'radi. Kichkina bolalarni akalaridan zo'r bo'lib ketishi, akalarning xatolarini ko'rish imkoniga ega. Delay как я, delay nima yo'g'on, delay лучше, чем я deydi. Shuning ustoz ko'ravering, eng qimmat, qadrli tavsiyalardan biri. Ustoz deganim o'zingizdan zo'r odam borki, tajribasini oling, bilimini oling, maslahatini oling va o'sha o'zingiz o'sadigan yo'lga zinadan emas, liftda chiqasiz. Faraz qiling, mana hozir Center Towers'da o'tiramiz, 20 etajga yuring Hasan aka. Birga chiqinglar desangiz, yuring, men sizni aylantirib olib chiqaman desam. Hali lift qo'ymaganmiz. 20 etajga chiqquncha men charchab qolaman. 20 etajga chiqquncha hatto siz charchab qolasiz, to'xtab chiqasiz. Lekin lift nima bitta bo'lsangiz, zitib olib chiqib qo'yadi. Mana bir oydan keyin o'sha liftlarimiz ishga tushadi. Shu liftda manzilga tez olib chiqish mumkin bo'lgandek, ustoz ko'rsangiz, yaxshi odamlarni krugida yursangiz, tez chiqasiz. Ustoz ko'rmagani uchun hatto Lazzat Qamfi, hatto Zafar Qoshimov farzandlari o'qishga kirayotganda qimmatga tushgan xatolarni guvohini men ko'rdim. Chunki bolalar oddiy o'sha universitetga topshiradigan xato dokumentlarda bitta xato qilishi bir semestr samolyotni quydi, otellari, общеgitlari boshqalar qo'ydi, qaysidir spravkani olmaguncha vizasini ola olmay qolib ketdi. Mana navigator sifatida sizlarga to'lagan pullar nima uchun arzonligini keltirib berish kerak. Shuncha narsa ba'zida pul to'lashga yoki ustoz ko'rishga yoki kurs sotib olishga yoki tajribasi bor odamlarni tajribasidan, pulli xizmatdan foydalanishga ikkilanganlarga aytaman. Hayot yaxshi o'rgatadi, prosta qimmatroq oladi. Hattoki men hozir osh pishirsam, osh pishirishni bilmayman, aniq tegini oldiraman. Siz osh pishirish bilasizmi? Yo'q. Siz ham tegini oldirasiz. Lekin eng zo'r oshpaz men bilaman osh pishirishni desa, "Juring, menga bir kosa osh qilib bering" desam, "Aka, undan ko'ra osh markaziga bora qolaylik, o'sha arzonroq bo'ladi" deydi. Eng zo'r osh pishiradigan odam ham bir kosa ovqatni sizga pishirishi qimmatroq qaylanadi. Lekin osh markazida shuni har kun pishirib yurgan odamga borsangiz, bir kosani jon hisobimizni deb aniq arzon olamiz, to'g'rimi? To'g'ri. Anaqa sohadagi spetsializatsiya qilayotganlar, konveyer qilayotganlar, ishoning, osh markaziga o'sha bir qozonni hisobda, effekt masshtabini hisobda har bir kosadan boring, yana 10 mingdan pul ishlash uchun 100 kosa bir qozon yoki 200 kosa oshga butun umrni bag'ishlaydi. Lekin siz bir kosa oshga pishiradigan vaqtingizda o'sha 100 kosa pishirganligidan ko'ra sifatli chiqmaydi, arzon chiqmaydi, tez chiqmaydi, shirin chiqmaydi, oson chiqmaydi. Shuning uchun bugun spetsializatsiya qilayotganlar o'shalarning sohasidagi bilim va tajribasini sotib olish ancha arzonga keladi. Hayotingizda sizni ko'p vaqtingizni tejagan qaysi odat deb o'ylaysiz? Yaxshi privichka va delegирование deymiz. Zafar Qoshimov Korzinka tarmoqlarida 10 mingdan ziyod xodim bor. Jahongir Odilxo'jayev 30 mingdan ziyod nimasi bor. Yoki mana ukamiz loyihasida 10 dan ziyod kompaniyasida 1000 dan ziyod xodim bor. 1000 dan ziyod umrni sotib olyapti. 10 mingdan ziyod umrni sotib olyapti. 30 mingdan ziyod umriga baraka berildi. Demak, siz o'zingizni hamma ishni o'zim qilishim kerak degan narsa noto'g'ri. Delegировать или умереть deydi. Kerak emas bo'lgan ishni o'zingizdan zo'rroq qila oladigan odamni vaqtini topa olsangiz, o'zingizdan arzonroq qila oladigan odamni vaqtini topa olsangiz qiling. Nima uchun buni aytamanki, ba'zida bir xillar men shaxsiy brendga kirishim kerak deb o'zi videografiyani o'rganyapti, o'zi mobilografiyani o'rganyapti, o'zi montaj o'rganyapti. Nima qilasan? O'zing supersila nimada? Spetsializatsiya qilgan montajni studiyaga bor. $100 berchi, men bitta $100 bermayman deb uslovnagara $10 ming umring ketyapti. Vaqting ketyapti. Xudo senga yuqtirdim, men shu bo'layni, men shu deyman. Mana sizni missiyangiz, предназначениеңiz bugun uchrashuv doirasida endi meni gipotezam, fokusingiz bugun Odiljonga o'xshab
yoshlarga, ota-onalarga bilimni o'rgatmoqchimisiz? Bunaqa reynik katta reynik. Bu reynikda hali top of mindlar yo'q. Benchmarklar yo'q. Bir paytlar Korzinka bilan Makro bozorga kirgandek, Cola bilan Pepsi kirgandek, iPhone bilan Samsung kirgandek, bunaqa brendda top of mindda bu mavzularni olib chiqib, ota-onalar fokusini bolalarning dunyodagi nufuzli universitetda o'qishga qaratadigan loyiha sifatida odamlarning ongida qolinglar bo'ldi. Uni pulini ota-onadan olasiz. Xizmatingiz zo'r bo'lsa. Lekin qo'rqmasdan hamma titudan yiqadi, tisudan hadi degan narsangiz mediani o'zingiz kanalingiz oti nima? Levsha. Uni ham men audit qilgan bo'lardim. Yaxshi emas. Masalan, Levsha desa, Levi ish bilan shug'ullanadigan odam degan fikrga boraman. Balki yo'q, chapaqay degan odamdir. Lekin Levsha degan narsada brend bu ishonch. Men Otajonga shunaqa lidlarni beramanki, hatto otini aytib bo'lmaydigan odamlarni. Otini aytadigandan tashqari, otini aytib bo'lmaydigan yaxshi odamlarni Levsha degan kanalda qo'yin Levi Pravesh bilan shug'ullanadigan bolaga bermayman deydi. Brendni o'zi уже sotish kerak. U nickname yoshligingizdagi Levshani sekin rebranding qilishingiz kerak. Biz hattoki 3 yildan ziyod pulimiz $2 million qiymatga teng bo'lgan marketing rasxodlarimizdan keyin o'sha paytda endi hozirgi kunda $2 million qiymatdagi Chepa Mamasayev brendi ofis marketing rebranding qilganmiz. Siz hali Levsha sifatida millionlab odamlar tanimaydi. O'zingizni kichikroq kuringizda yoshlikdagi nicknamingiz yoki nima deydi sizlar tilda klichkalar yo boshqalar Levsha, lekin Levsha bilan uzoqqa ob'yomga chiqamiz. Levsha degan brend uchun men $5 ming pul to'lamayman bolamga. Tamam, просто. Уже Levi Pravesh bilan shug'ullanadigan odam assotsiatsiya ketadi. Sizni brendingiz foydangizga ishlash kerak. Ayverir to'g'ri brend. Yana boshqa bitta o'tirsangiz, mayli mana Mountain degan bolalar bor. Yoki boshqa degan bolalar bor. Ular bilan borsangiz brendingizni audit qilib beradi. Va brend bu siz bilan birga yurib oladi. Levsha bilmayman, yoshlarning ichida yeyishi mumkin, lekin ota-onalar ko'p pul to'laydi. Muhammad Mangada $5 ming bersa boshqa xotinlar kim u deyman. Levsha deb Levi Pravesh bilan shug'ullanadigan bolani qo'yib tinchlik qilgin deyman. Yo, men bu loyiha ekan, avioner loyiha ekan. Odiljon Hojimurod degan bola ekan, ana podkastda Hasan aka bilan chiqdi, Umid aka bilan chiqdi, Alisher aka bilan chiqdi. Siz уже brend gapiradi. Sizni ustki zonangiz mana shu Levsha degan brendingiz birinchi bo'lib audit qilish kerak. Bu samimiy aytaman, endi men qog'oz ko'rib xijolat qilmayman, lekin baribir maqsadimiz muvaffaqiyatga talpinayotgan bo'lsak, shu top yuztalik universitetga kiradigan nima bilan bog'lanish kerak. Baribir shu biznes haqida bo'lsa. Men u kanalni ko'rganimda kanal o'zi mana menda уже 5 ta 6 ta loyiha bor. Kontakt degan loyihani mana bu narsa orqali biznesini kontakt qilib dalolat qiladiganlar uchun qildim. Sokin qalb degani xotirjamlik, maskana haqida gaplashyapman. Kapital degani investorlar psixologiyasi haqida gaplashyapman. Kalibr degani brend haqida gaplashyapman. Salohiyat degani hokimlar, vazirlar bilan imkoniyatimiz, hokimiyatlarimiz, salohiyatlarimiz boshqalar haqida gaplashyapman. Har bir narsani o'zi nomi o'zi kitob obloshkasiga o'xshaydi. Obloshkaga qarab kitobni magazinga borganingizda olaman, olmayman deysiz. U ichi zo'r, просто obloshkasi shunaqa deb dokazat qilishingiz kerak emas. Obloshkangiz o'zi siz uchun gapirish kerak. Yoki mana kecha Resident degan loyihani Infactor Business Club uchun yana alohida bitta rubrika qilinglar dedim. Chunki Resident nima degani? Klub prezidenti bo'ling, zo'r klubga intiling degan narsa. Va klubning ichidagi rezident sifatida rezidentlarni hammasini qahramon sifatida ochiqinglarki, men Infactor Business Club prezidentiman deb 100 ta odamni qahramon sifatida qilsa, prezidentdan tashqari rezident ham zo'chashida. Tushunasizmi? Mana har bir narsangiz mana shunaqa bo'lishi kerak. Men siz rezidentga o'xshab, siz nemingizni o'zida siz sotib olishim kerak-da. O'zi shunaqa, faqat mana bunaqa edi deb dokazat qilishingiz kerak emas. У тебя не будет второй возможности проявить первое впечатление. Mana oddiy Express Checkup'dagi bugun ko'rishuvdagi sizga menimcha eng qimmat maslahatim shu bo'ladi. Mana o'g'lim bo'lsangiz, mana shu biznesda sherigingiz bo'lsam, investoringiz bo'lsam, birinchi bo'lib Asadbek Ismoilov yaxshiroq Levshadan ko'ra. Prosta Asadbek Levsha deydi. Anaqada bizda mashina sohaning ichida Achi degan bitta odam bor, Abdulaziz aka degan kelar. Bichora Achi desa, hamma Achi deganda siz Levshangiz qanaqa bo'lsa, Achi shunaqa xunuk ko'rinadi. Yo sizga Achi qanaqa xunuk ko'rmasa ham bo'lsa, sizga Levsha ham shunaqa xunuk ko'rinadi. Achigan odammi, achchiq chiqqan odammi deysiz.
Bechora yoshlikda Abdulaziz aka bo'lsa kerak, ismlari yosh bola edik, sizlardek paytimizda ular bizadek payt. Achi. Endi qiyin-da. Bir xil borib xijolat qilgandan keyin achi kim desa, o'sha achi deyishga xijolat qiladi. Levsha kim deyishiga bo'lmaydi. Men bor levsha odamlar bilan gaplashgan. Levsha degani chapaqay degani. U bu brend sifatida eng grubiy, eng xato brend. Men samimiy mana sizga beradigan maslahatim, Hasan u olish olmaslik sizniki. U sizda просто emotsionalniy связь bor. Siz buni analiz qilishingiz kerak. Men shuncha pul sarflab qo'ydik, chepammas aytib ketsam, Gold Star. LG'ga rebrending qilgan. Saniki nima dedi? Chepammas deb shuncha odam o'rgangan bo'lsa, nabarat tezroq qabul qiladi. Tushunyapsizmi? Mana Beeline bo'ldi, undan oldin adashmasam Unitel bo'lardi. Ucell bo'ldi, Coscom bo'lardi rebrending. Sen bitta rebrending qilasiz. Shunda brendingiz olib chiqadi. Birinchi narsa Padyoshki Pavloshki встречай deganda istarali yigitsiz. Faqat men falonchi loyihani rahbariman, asoschisiman desangiz u to'g'riroq. Da yonida eskidan sizni bilganlar, shu o'zimizni Ucell, hozir oldingi Coscom deyishadi. Hozirgi bu narsa ko'chasi oldingi mana ko'cha bo'lgan deyishadi. Masalan, oldingi Pioneers ko'cha, hozir Archa ko'cha, Yamnaza ko'cha, bunaqa ko'cha deb ko'chalarni aytgandik. Shunaqa. O'shaning uchun menimcha bu narsani o'zgartirish kerak brending bo'yicha va kommunikatsiyalarda ikkita bo'lib bo'lish kerak. Sizni media, sizni kommunikatsiyangiz, sizni tavsiyalaringiz, sizni muloqotingiz meni projektor ota-ona sifatida meni interesimga qaratilgan bo'lishi kerak. Ota-onani bo'li, ota-ona xohlaydi bolasi zo'r odam bo'lishi. Bolasi zo'r quruqligiga rivojlanishi, o'sishi, zo'r okrujeniyga talpinishi. Shu zo'r okrujeniyga talpinishi uchun ham bolangiz zo'r joyda o'qib kelishi sizga bo'ladi desangiz, siz orzuni sotishingiz kerak. Ota-onaga va bolaga. Mana men shuni xohlovdim deyish kerak. Sizlar men shuni kuychisiga aylanishingiz kerak. Mana men shunda zo'r bo'ladi. Sizlar o'zingizlar anglamagan holda zo'r ish qilyapsizlar, lekin men marketologman, men tajribali tadbirkorman, men media sohasida sizlarga o'xshagan yuzlab, minglab odamlar suhbat qilgan inson sifatida sizni boyagi liftga olib chiqmoqchimanki, unda hayot yaxshi o'rgatib qimmat olib bu ko'chaga 5 yildan keyin. Hatto Zafar Qoshimov bilan Alisher Qoshimovlarning xatosini men 10 yil oldin aytardim. Bo'lmaydi Smart degan brendinglar. Mana oxiri Korzinka mahallaga o'zgartirish. Ana endi to'g'ri keldi. 10 yil Korzinka Smart degan brendga ham qancha Korzinka emas, Smart brendlari magazini Udomaga qancha marketingda million dollarlari, xarajatlari ketgan. Nima kerak derdim. Neujeli shuncha narsaga yetgan aqli bunga yetmaydi derdim. Biz ustozni bilamiz. Boshqa narsada zo'r bo'l degani, men bunda zo'r degani emasdi. Men buncha narsada zo'r deganim bolani tarbiyasida yo bolani top 100 tali universitetga olib kirishda zo'r emasman-ku. Tan olishim kerak-da, men bu yosh bolani gapiga kirmayman demayman-ku. Motivation letter bobida paxtangizni qo'yaman, diplomatiyangizni qilaman, unga mehmon qilib chaqiraman bolam masalasida. Aytayman, men osh qilib qo'y so'yib chaqirsam kelmaydigan odamlar bolasi bilan mana shu yoqqa yugurib kelyapti. Men ularga qo'y so'yib oldiga kira olmaydigan odamlar. Men bitta shogirdim bor, Odiljon degan, bolalarni top 100 tali universitetga olib kirmoqchi bo'lsangiz, kelaman, tanishtirib qo'yaman meni bolamni ustalikka. Men unga portfolioman, Odiljonga. O'sha odam bolalar bilan mana shu yoqqa kelyapti. Men 1 yilda bir marta ham, 3 yilda bir marta ham ko'rishmaydigan odam. Aka bitta choy qilib bering desam ham kelmaydigan odam. Bolasi uchun kelyapti Odiljon bilan tanishib. Siz bilasizmi qanaqa konda o'tiribsiz? Prosta mana shunaqa bo'lishi kerakki, o'sha paytda o'zida Levsha degan brend butun to'tibodatingizni yo'q qilish kerak emas. Sizni istaraligingizni ko'rish kerak. Siz bilan sizni gapingiz olmasa ham, siz bilan mana ota-onalar haqidagi gaplarni men buni ko'rsa, shunda men bola gapi yaxshi ekan deydi. Siz hozir e'tibor qiling, 2 soat ichida 90% gapirganingiz yo'q, gapirtiryapsiz. Gapirtirganingiz uchun ham sizga boradi, menga emasda, men tayyorlamayman deb bolalarni. Hasan aka bu bilan shu temada gaplashyapti, demak bu bola portfoliyong kim deydi? Boya 10 martadan 9 martada Odiljon deyapti. Hasan akani bolasini bo'lib kirganmi yo bo'lib kirmagan? Bu bolamga yordam bergan mustaskari shu qayerdadir motivation letterda yo qayerdadir pulimni olib nimadir xizmatimni qilgan, bolam bilan o'rtoq bo'lgani uchun va bu sohada bo'lgani uchun men maqomni yordam qilaman va xohlayman bunaqalar ko'p bo'lishini. Butun O'zbekistonda bitta Korzinka emas-ku, butun O'zbekistonda bitta Coca-Cola emas-ku yoki bitta tam J emas-ku. Bunaqa bolalar ko'payyapti, soha rivojlanyapti.
fitnesslar ko'paygandek, sport zallar ko'paygandek, sushilar ko'paygandek, скорее всего, men bilishimcha, sizlar ham shu segmentdasizlar. Yana alohida o'zinglarni media orqali bu ishni to'g'ri qilyapsizlar. Bu ishni qilinglar. Shu gap ichidagi kesilgan gaplarni aylantiringlar. Siz gaplashgan muvaffaqiyatli ota-onalar, otalar alohida, onalar yoki ota-onalar yoki bolalar. O'shalarning success stories bilan 100 ta podkast qiling. Alisher Saifga o'xshagan zo'r brend bobida nima qilasiz? Bu ota-onalar bilish kerakki, bolam zo'r bo'lishini xohlaysanmi? Yo Evener yoki mana bu Levsha emas, bir qanaqadir loyihaga borgin deyishgan. Levsha degan brend ham, loyiha ham yemaydi. Men bolamni Levsha degan joyga, Levi Private ishlarga aralashadigan joyga borishni xohlamayman. Bu sizga nabarot minus ishlayapti va meni energiyam o'zim переубеждать qilishga ketgandan ko'ra bolamni sizga yuborishni to'xtatishga ta'sir qiladi. Mana oddiy brend, mana samimiy, mana boyagi ustozlarning eng qimmat maslahati. Yoqadi, yoqmaydi, qabul qilasiz, qilmaysiz, masala yo'q. Prosta gap keldi. Men sizning misolingizda o'zimni ko'plab brendlari ijobiy o'sishiga ta'sir qilganman. Hatto Alisher Saif Top Manager degan rubrikalargacha, ssenariygacha, strategiyasigacha avtor o'zim. Bugun mana Alisher Saif Milliard klubi, lekin startap, akseleratsiya, inkubator jarayonida mehr bergan insonlarimiz qatorida turibdi-da. O'shaning uchun men demoqchimanki, Xudo bizga bu super silani berdi. Sizlarga u super silani berdi. O'zingizlarni ko'p aqlingizga yetgan va yetmagan maslahatlarni olish uchun zo'r odamlar suhbatida bo'ling. Zo'r odamlarga xizmat qiling, zo'r odamlarga qiymat bering, zo'r odamlarga mehr bering. Pul bilan ololmaydigan narsangizni bepulga olasiz. To'g'ri gapirasiz. Universitetga topshirayotganda bolalar keladi. Masalan, 2 yil oldin bitta o'quvchim keldi. Hamma yo'qi zo'r, baholari zo'r, insholarni yaxshi yozdik, birga yozdik. Universitetga topshirayotganda nomi bor. Masalan, qilgan ishi darsdan tashqari mashg'ulotlari nomini yozish kerak. Nomini yozganda project manager deb yozgan. Lider deb yozgan. Lekin men unga aytganman, project managermisan, lidermisan, prezidentmisan, kimsan deganimda, hammasini xohlaganimizni yozsak bo'ladimi? Men sardorim eng kattasini xohlaganimni o'zim qo'yganman o'zimga project manager. Keyin aytganman, project manager emas, prezidentga o'zgartirdim. Bitta naming sraz farqi. Project managerdan prezidentga o'zgardi. Shu universitetga topshirayotganda project managerga masalan 2 bahosa, o'zi 6 dan baholaydi. 6 eng kami, yo'q degani 1 eng kuchlisi. Masalan, xalqaro matematika olimpiadasi 6 olgan bo'lsa 1 oldi degan. Shu 3 turgan joyida 3 dan 2 ga chiqqan. Dunyoda computer science, ya'ni IT bo'yicha birinchi o'rin upakovka qilish bo'yicha spetsializatsiyalar kuchli. Sizlarda o'sha probeg bor, portfolio bor, nasmotriniz bor. Sraz audit qila olasizlar. Aytmoqman, o'shanda ham Laziz akam bilan Zafar Hoshim farzandlari ham sizlarga o'xshagan odamlarni xizmatidan foydalanmagani uchun qimmatga tushgan. Yoki mana Mirzohid akamizning bolalariga ham Shpetbergda bolalar tajribasi yo'q bolalar o'rgatib 1 yil umri noto'g'ri ketgan. Germaniyaga, Angliyaga o'qishga majbur bo'lgan, alternativni Malayziyaga o'qitgan. Ularning umri qimmatroq. Ular sizlarga berilgan 1000, 2000, 3000, 5000 dollardan ko'ra bo'ldi, masala yo'q, pulni mehnatiga oladimi, halollab oladim, beraman, nima qilay deydi. Chunki bitta dona xatosini o'zi 1 yillik umri butun insonni taqdirini ta'sir qildi. Va sizlar bilasizlar, qaysi savolni javobi qayerda. Bunga qadriyat muhimmi, bunga uni hali nima deydi, raspakovka qilish davrida, ota-ona bilan suhbat davrida. Bola bilan suhbat davrida bolani super sillasini, ota-onani super sillasini, ota-onani xat yelkasidan kelib chiqib, siz bilan gaplashish natijasida mamamlarni borida sizga bo'li mana bu to'g'ri keladi deysiz. Restorangingizda kim so'ramasa steak bersangizda, mana yazvam bor, sizga yazma bormi? Keling, men sizga unga sal jitkroq bir narsa beray desangiz, gap yo'q deydi. Hammaga steak tiqaversa, cho'ta bu deydi, maqsadi bu deydi. Yo qarab turing, menda menyuda ovqatim ko'p. Qo'yingiz nimani tortadi? Halolmi? Ha, обязательно halol. O'sha avtomatim xotirjam bo'ldi. Undan keyin nima desa, men tovuq yoqadimi, baliq yoqadimi, go'sht yoqadimi, sup yoqadimi, salat yoqadimi, boshqa yoqadimi. Hamma klientni qachon magularni ochgandan keyin siz o'zingiz zaproslaringizdan kelib chiqib, siz kvalifikatsiyangizdan kelib chiqib, sizni qachonlaringizdan kelib chiqib, bunda qilib uni otini ekspress chekadi. Sizga примерно mana bu joylarda mana bunaqa yechimlar to'g'ri kelishi mumkin. Agar ma'qul bo'lsa, men sizga podbor qilib beraman. O, молодец deydi. Ofitsiant ham sizdan so'rab, 5 ta odamdan kim nima xohlaydi deb to'g'ri savol berib, to'g'ri yechim bersa, to'g'ri, men o'zing bilib zo'r narsani olib kelsa, u zo'r narsani olib kelsa, nima olib kelding desangiz, o'zingiz aytdingiz, u bilib olib keldi deydi. Endi bilib deganda, men ishimdagi qattan men bilaman, sen bilib degan narsang. Sizga yoqqan narsa menga yoqmasligi mumkin. Bilib yaxshi, lekin mana
keling первыйga nima tanlaymiz, второйga nima tanlaymiz degandik. Bugun uchrashuvlar natijasida, suhbatlar natijasida nativni siz ota-onalarga beradigan messengiz, farzandlarga beradigan messengiz mana bu yerdagi odamlarni talqinida. Sizni ko'rmasligim mumkin. Lekin Hasan akani hurmati bugun bu ko'rsatuvni ko'rdim deganlar chiqishi mumkin. Izohlarda shuni qoldiringlar. Bugun mana shu ko'rsatuvni Levsha degan ism uchun ko'rdingizmi? Yoki Hasan akani qaysidir gaplarimni va triggerni qilib e'tiboringizni jalb qilgani uchun nima deyapti deysiz. Men chunki ko'p podkast kanallarni tanimayman. Lekin Lazzat Qanov yaxshi ko'rganim uchun Lazzat Qanov qayerda chiqsa ham ko'rib, keyin o'zim uchun ularni kashf qilganman. Menga ham xuddi shunaqa chiqishardi. Hasan aka assalomu alaykum. Bugun siz bilan chiqib olmoq, sizdan keyin Odiljon bilan ertaga yana mana Angliyadan kelgan do'stimiz Otabekka Gashtag degan loyihani nimasi kechqurun yozdilar. Aka men Toshkentda edim, juma kuni ketaman. Siz bilan bugun iftordan keyin podkast olsam maylimi? Tilmat ikkita podkastim bor. Iftordan keyin charchab qolmang. Keling, payshanbagacha qaysi kun ma'qul desam, payshanba kuni 11ga rejaga kiritdik. Bu ham shu yerda. Shuning uchun maqsadim hammaga podkastga chiqaveraman. Sizda 1000 ta, ularda 100 ta, bunda 5 ta, bunda 5000 ta, bunda 5 million ta. Kimni qaysi savolida qaysi mavzuni olib chiqsak-da, hammani auditoriyasi o'zi uchun meni kashf qiladi. Men uchun sizni, men uchun uni kashf qiladi. Sizni boshqa auditoriya topmagan bo'lsa-da, lekin men bu mavzuda meni va sizni suratingiz va mavzu turgani uchun men orqali sizni kashf qiladi. Siz 30 ta odam bilan podkast qilsangiz, 30 ta odam auditoriyasi sizga keladi. Shuncha Levsha bu narsani gapirgan bilan meni bolam uchun Levsha menga bolamga to'g'ri maslahat qilish. Assalomu alaykum. Hasan aka, men sizni Google Doc orqali to'ldirgan ma'lumotingizni to'ldirdim. Xo'p, siz bugun zaprosingiz Kamron bo'yicha ekan. Kamron bo'yicha mana qanaqa savollaringiz bor ekanmi? Keling, savollaringizni eshitdim. Nima savollaringiz bor edi? Menga yarim soat vaqt bag'ishlaysiz. Undan tashqari xohlasangiz, men bitta bir oylik yoki onlayn yoki offlayn kanallarim bor. Yo, men savollarni bersangiz, siz bahona men qolganiga majburataman yoki 1 soat yoki 2 soat konsultatsiyamga puliga kelasi yoqsa desangiz, ota-ona pulingizni berib bo'lsa ham konsultatsiyangizga yoziladi. Tushunasizmi? Siz $100 produktdan tortib $10,000 produktingizga qarab kerak bo'lsa pulga ham keladi. Kerak bo'lsa bepuliga ham yozdirilmaydi. Bugun mana shu metodologiya, mana shu model продаж eng zo'r продаж. Bu konsultativni продаж. Siz bugungi YouTube qilayotgan ishlaringiz ota-onalarga mashhur. Da pulli mehnatimiz uchun olamiz. Pulli xizmatimiz uchun olamiz. Siz bolangizga zo'r universitetga kirmoqchi bo'lsangiz, men $300 1 soatlik konsultatsiyam yoki yarim soatlik konsultatsiyani tekinga beraman. Endi qolganiga insert qo'ying deydi. Qolganiga endi Alisher qonuniga asosan bolangizga pogorjeni qilingmi, shug'ullaningmi? Chunki hammadan bir xil narx olgan bilan Hasanga to'g'ri kelgan gap Husanga to'g'ri kelmayapti. Hasanning katta o'g'liga to'g'ri kelgan gap kichkina o'g'liga to'g'ri kelmayapti. Shuning uchun Hasanning kichkina o'g'li borib meni konsultatsiyamga kirish kerak. Otasi, onasi ularni qachon backgroundlarini bilish kerak. Men bilaman-ku o'g'limning ikkitasini farqini. Siz ham 100 ta ota-ona, 100 ta farzand, 100 xil background, 100 xil xatelka, 100 xil qachon hammasi konsalting. Undan keyin mana bunaqa konsultatsiyadan keyin bunaqa ko'rsatuv 100 ta qilsangiz ham ko'taradi. Bugun media orqali hammasi 1 yil ichida taniydi. Sizga 1 soatlik konsultatsiyaga pul to'lamaslik uchun 100 ta ko'rsatuvingizni tekinga tomosha qilsin. 100 ta ko'rsatuv tomosha qilishga vaqti bo'lmasa, 1 soat pulingizni to'laydi. Shu o'ziga eng muhim savolni ko'rsatuvda aytgan narsangizni yana bu yoqda aytasiz. Undan tashqari bu gapimdan keyin men sizga mana bu ko'rsatuv yana linkini tashlab qo'yaman. Более подробно об этом мы общались в этом desangiz, yana siz bonus bergan bo'lasiz. Mana shunday qilib ota-onalar sizga bo'lgan brend awareness bo'ladi, ishonch oshadi. Va bu sohaning madaniyatini rivojiga hissa qo'shgan bo'lasizlar. Bu ham boyagi mantaqa joyda ustoz ko'rganingiz uchun. Juda ham muhim savolim bor. Konsaltinglar, ya'ni O'zbekistonda shu narsa tarqalganki, konsalting, ya'ni ota-ona farzandini olib keladi, konsalting agentstvoga o'rniga topshirib beradi, kiradi, ketadi. Nima degani o'rniga topshiradi? O'rniga topshirib beradi. Arizani universitetga bolani farzand o'zi topshirmaydi, o'quvchi talabani. Uni o'rniga konsultantlar topshirib beradi. Dokumentlarini yig'ib, insholarini yozib, o'rniga topshirib beradi. Bu narsani biz, ya'ni top universitetga topshirganlar va kirganlar noto'g'ri deb bilamiz. Chunki masalan, siz ustozsiz, konsultatsiya bersangiz, biznesmenlarga o'rniga qilib bermaysiz-ku. O'rniga qilib berishingiz mumkin, baribir uzoqqa yetib bormaydi. Ya'ni bular garantiyali rezultat sotyapti. Bu yog'iga natija. Bular garantiyali universitetga kirish sotyapti. Endi afsuski bu ham to'g'ri, ham noto'g'ri. Buni побочный effektini o'tib borib ko'radi. Shuni aytmoqchi bo'lganim, kirishi mumkin, ketishi ham mumkin. Yetib borgandan keyin shuning uchun ko'tariladi. Undan keyin boshlanadi.
o'ta boshlanadi. Universitetga Endi ba'zida nima bo'lsa bo'lar ertaga bugun menga shu natija kerak deydi ota-onalar. Afsuski shunaqa. Na aytam, делается хорошие деньги deydi. Bugun odamlar shunda pul qilyapti. Endi o'g'lim topshirib xato qilgandan ko'ra boyga oshligini oldirib qo'y qorom o'ldirmasin. Sen mani upakovka qil, u yoqqa o'zi kirib olgandan keyin bir yillik ichida qaytib adaptatsiya qiladi. Kirish boshqa narsa-da. Kirish boshqa proses. Kirishga siz spetsializatsiya qilyapsiz, kirishga siz adaptatsiya qilyapsiz. Kirishni o'zini anglashi, tushunish uchun pul to'lamasligi uchun o'qish kerak. O'qimading pulini to'lang. Bu bitta faza. Kirib olgandan keyin 4 yil ichida achchiqlikni bo'lasanmi, o'qiysanmi, o'qimaysanmi, o'sha boshqa faza. Bu olib kirish bitta boshqa proyekt. Olib kirishga murojaat qilyapti. Endi to'g'ri sizlar olib kirishga murojaat qilishni qilaman. Lekin mana buni qilsin, o'zi anglasin, chunki ertaga mana shuni his qilsin degani bu zo'r. Shuni biz Hamma osh pishirishni o'rgansin degandek gapda. Hamma osh pishirmaydi. O'rganmaydi ukam, o'zi batar ekan. Pulim olgan oshimni pishirib berdi. Siz aytasiz, o'zi bolangiz o'rganish kerak, o'zi osh pishirsin, ertaga bu yoqda osh pishirmayman deydi. Muhammad menga ham aytgan, kir yuvgin, dazmol qilgin, ovqat pishiring. Qilmayman. O'sha kerak o'zi restoranda choy ichib. Yo'q, hayot yaxshi o'rgatadi, qimmat oladi. Yo'q, o'sha yerga borgandan keyin o'rganishga o'rganadi, kirishni, o'rganadi. O'sha yerdagi talabalardan kelib chiqqan holda to'shta nasib bo'lmaydi, делать насильно. O'sha yerda o'rganadi. Prosta hayot yaxshi o'rgatadi, sal qimmatroq oladi. Kimgadir qachondir qanaqa ko'rinish oladi. Lekin siz aytayotgan yana bitta nisha bor. Akalar, ukalar, do'stlar shu narsani 3 oy emas, 3 yil ichida kelib bolalaringiz o'sha muhitda o'rgansin. O'sha atmosferada o'rgansin. Bu to'g'ri, bu boshqa model. Kam. Boshimni qotirma, batar ekan. To'ldirib berasanmi, pulimni olasanmi, kiradimi, mana shuni qilib bera olsang, qilib bera olmasang, qilib ber. Sani 100 ta ishingni osh nima, sabzi nima, piyoz nima, kartoshka nima, go'sht nima, tuz nima, yog' nima, uni qanaqa qilish kerak, qanaqa doza qilishga vaqtim yo'q deydi. O'shani o'rgatib olib kirib olgan oshni yeyishni men o'zim amalayman. Yesam yedim, yemasam men roziman deydi. Maoshga puling to'ladimi? To'ladim. Kirdimmi? Endi bunaqa auditoriya bor demoqchiman. Lekin men uni noto'g'rini har bitta odam o'zi hal qiladi davomli. Uni noto'g'ri demayman. Endi boyagi narsada kimgadir to'g'ri kelgan maslahat, kimgadir noto'g'ri bo'ladi. Yo'q, shunchaki ma'lumot kamligidan deb o'ylayman. Ya'ni qadriyat tomonga qaytmoqchiman. Intellektual tomoni ham bor deb aytdim. Albatta. Intellektual tomondan agar ustozi yoki o'zi to'g'ri savolni bermasa, universitetga borgandan keyin men qidirib ko'rganman, nimaga qadriyatlar o'zgarib ketadi, nimaga madaniyat o'zgarib ketadi deganimda adashib qoladi, nima qilishni bilmaydi. Mana shu temani qancha ko'p gapiraversak o'zgartiramiz. Shuni to'ppa-to'g'ri, masalan, zo'r jihatini aytyapsiz. Ideali menga ham tegishli, boyaga aytdik-ku, aytgan gapga o'zim amal qilishim Alloh nasib. Bolalarimga ham tegishli, bizani ko'rayotganlar hammasiga tegishli. Bola o'zi oldin o'tin yorgan, o'zi ot mingan, o'zi nima qilgan, osh pishirgan, o'zi kirgan, boshqa bo'lganda, hozir shum ko'p bo'lgan paytda spetsializatsiya muhim. Universal hamma narsani qilish qiyin. Masalan, o'shaning uchun ideal sharoit bo'lsa, o'qisa zo'r, o'rgansa zo'r, Xudo yuqtirgan super silasi bo'lsa, farosati bo'lsa, aqli bo'lsa, soft skills bo'lsa zo'r. Lekin hamma ham qila olmas ekan. Shuni qila olmas ekan. O'shaning uchun bu biznesda imkoniyat va salohiyat ekan. O'shaning uchun boshqalar qila olmagan narsani siz qila olganingiz, qila olganda osh markaziga kelmasdi. Iltimos, vaqtim yo'qligi uchun osh markaziga keldim. Osh pishirishni bilmaganim uchun osh markaziga keldim. Kunduzi charchaganim uchun uyimga o'sha ovqatni dastavka qilolman. Uyimda oshxonam yo'qligi uchun emas. Mana hozir kechqurun uyga iftorga, saharga bir kosa osh yeyishim uchun oldin kelingiz kechasi bilan osh pishirardi. Hozir osh dastavka qilishim opportunity ko'z bo'lyapti-da. Endi erkak kishi o'zingiz osh pishirishni bilish kerak. Menga qara, aql o'rgatma, oshingni sotasanmi, sotmaysanmi deydi. Prioritetlar o'zgaryapti. Shiddatli zamonda mani opportunity cost'im, fokusim men bunda-da. Mani boshqa prioritetlarim bor, limited resursim bor. Men bu narsani outsource xizmatlardan foydalanadigan zamonlarga yetib keldim deydi. Shuning uchun qaysidir ChatGPT qilib beradi, qaysidir yana boshqa narsa qilib beradi. Shuning uchun logika shu.
Endi videolik qila olsa zo'r. Videolik qila olsa zo'r. Menga ham adam rahmatli buxgalteriyani o'rgan, biznes egasi buxgalteriyani o'rganish kerak dedilar. Men hisob kitob yaxshi ko'rmayman. O'ylayman endi, to'g'risida. Xuddi u mana men yozishni yomon ko'raman. O'qishni yomon ko'raman, lekin Xudo yuqtirgan super silam bor ekan. Kimsan Hasan Mamasaidov buyurdi. Hasan aka, yozishni yomon ko'rasiz, yozishni yomon ko'raman. Kimdir tekst yozsa bilasizmi nima qilaman? Hasan Mamasaidov haqida gap ketadi. Men lishda podpisat. Tekst yozgan odamning tekstini o'qimayman Telegramda. Men o'qib ber nima deyapti deyman. Hali Mozart, Bach, Beethoven san'at asarlari zo'r deyishadi. Lekin o'shalarning ham nuqsoni bo'lgan. Bittasi qulog'i kar, bittasi ko'zi ko'rib bergan, bu yoqqa berib yuborgan. Bizning ham shu nuqsonlarimiz bor. Yo ko'zimiz ko'r, yo quloqimiz kar, yo boshqamiz bor. Har bir insonning o'zini shunaqa xato, kamchilik, aybi bor-da, nuqsoni bor. O'sha nuqsonni hisobidan boshqa joydan Xudo berib yuboradi. Mana bizga oratorskiy, men video kontentlarni ko'p chirpat qilaman. Speaking zo'r, oratorlik zo'r, ashula qilib tushuntirib berish zo'r. Menda bor narsa boshqalarda yo'q. Aytaman, mani super silamdan foydalaninglar, boshimni qotirmanglar. Qanday yashamoqni o'rgatmagin sen degan ashula bo'lardi. Nima edi? Mamazoitovani. Gulsanam Mamazoitova. Menga qanday yashamoqni o'rgatmagin sen. Ba'zida kimgadir nimadir o'rgatsangiz yoqmaymiz. Yoqadiganlar o'z bizani topib keladi. Sen menga o'xshar ekansiz, men sizni topdim deb kelishadi ba'zida menga. Siz o'zimga o'xshatdim deydi. Shunaqaman, lekin shu boshqa ideal emas bizda, biz Parijda emas, bizda dadlar qor ekan. Hozir qor ekan yo'llarga yurganda ustoz deysizlar, bir qaraqadir bizda noto'g'ri idealni kutuvlar qilasizlar, keyin razachiravatsiya qilasizlar. Ustoz Parijda emas, sizga o'xshagan inson o'zini aybi, o'zini kamchiligi bilandir. O'shaning uchun afsuski, hozir siz aytayotgan narsada kimdir motivation letter yozishda, dva yozib tashlaydi. Kimdirga bir oy bering siqilib ketadi. U tushunib bo'lmaydi. Hozirgi TikTok zamonida, hozirgi boshqa zamonda ayniqsa bolalar shu kichkina klip mishleniga o'tib qo'ygan sari juda qiyin bo'lib ketdi. Afsuski buni attachvat qilishimiz kerak. Qilish kerakmi? Ha, qilish kerak, qo'shilaman. Bo'ldi, hamma shunaqa qilsin deyish tarafdor emasman. Qila olmaydi. Hamma ma'naviyatchi bo'lsin degandek gapda, hamma doktor bo'lsin deb qila olmaydi. Demak, 100 ta ota-onani, 100 xil farzandi, 100 xil tabiatdagi inson. Hatto Hasanning katta o'g'liga to'g'ri kelgan gap kichkina o'g'liga to'g'ri kelmayapti. Hasanga to'g'ri kelgan gap Husanga to'g'ri kelmayapti-yu. Demak, Xudoni har bir insonga bergan iste'dodini kvalifikatsiya qilasizda, bunaqani dopuslugga sifatida qilasiz. Men hattoki o'zim Amerika elchixonasiga borsam $90 anketa to'ldirish xizmatidan foydalanamanki, o'tadigan qilib to'ldirib berishadi. Boshimni qotiraman deyman, nima qilaman deyman. O'shaning xizmatidan foydalanaman. 6 ta odamni bo'ldi. Necha pul bo'ladi? $100dan $600 mana beraman. Oilaviy topshir deyman. Nimadir savol kerak bo'lsa, mana buxgalterim yoki assistentim yo pomochnigim haqida hamma ma'lumotlarni, eski nimalarni, anketalarida bor. Hattoki o'sha sen bilan 2 soat pogrujeniya qilib o'tirishga желанием возможность. U shogirdimni yuboraman, men haqimdagi hamma ma'lumotlarni anketachiga beradi, eski vizavidanlarni beradi. Mabodo yana bir qaysidir savol qolib ketgan bo'lsa, Hasan aka, men bu savol qolib ketdi deydi, uni ham bazadan tiqib qo'yadi. Nima qilaman, 6 ta odamga o'zim $600 tejayman deb, men bu yerda 1 soatda undan ko'ra ko'proq samaraliroq ish qilib yoki chiranib, u 20 minutda qiladigan ishga men 3 kun pogrujeniya qilishim kerak. Tushunyapsizmi? 3 kun pogrujeniya qilib anketa to'ldirgandan ko'ra ber deyman. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun bu yerda o'sha spetsializatsiya. Siz уже bilasiz qaysi savolga boyagi prezident yozding, proyekt menejer yozdingmi, vizavi qaror qabul qilayotganda men proyekt menejer deb o'rdim, lekin men bu narsa say what you mean what you say deb noto'g'ri narsa qilib qo'ysa, noto'g'ri ketadi. U yerda sotsialniy правильный ответi bor. O'sha правильно to'ldirish, endi uni muhimligini anglash kerak boshqa. Уже bu biznes, уже bu spetsializatsiya. Уже undan ko'ra siz menga nabarat anketaga intervyuga kirganda men bunaqa qildim deb menga 1 soat konsultatsiyaga pulimni olib, instruktaj qilib bersangiz, posodiyaga kirganda men bunaqa deb qo'ymang. Prezidentman deng, proyekt menejer demang. Bunaqa so'rasa, bunaqa deysa, okey deyman. Shuning uchun bugun ham shunaqa bo'lyaptiki, bolalar informatsion shum paytida,
informatsion bum paytda sizlarni ishinglar, tirikchiliginglar xuddi o'sha boyagi konsultatsiya xizmatlari, adaptatsiya yoki onlayn intervyudan oldin mock-up qilib, intervyu qilib, motivation letter qilib, shunga spetsializatsiya qilyapsizlar va bu ham buni важный годы universitetga kirishdan oldingina kerak. Hozir universitetga kirib bo'ldi, darim kerak emas u narsa. Bo'ldi, ish bitdi, eshak loydan o'tdi. Nima qiladi boshini og'ritib? Kirib olguncha o'shani tushunish kerak edi. Kirgandan keyin yana 3 yil, 4 yil, 5 yildan keyin kerak bo'lsa, kerak bo'ladi, kerak bo'lmasa bo'ldi. Menga IELTS ishxonaga kirayotganda kerak bo'lmaydi. Universitetga kirayotgandagi eng muhim paytdagi biletda bu. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun bu ham o'ziga xos anaqalar, propisk. Hayotdagi propisklarga o'xshagan bir yechimlar deb hisoblayman. Men Asadbek Ismoilovman. Dunyoda top 50 talikda turadigan Gonkong fan va texnologiyalar universitetida tahsil olaman. Oxirgi 3 yil davomida o'quvchilarni dunyoning eng kuchli top universitetlariga tayyorlab kelyapman. O'quvchilarim Garvard, Kolumbiya, Chicago universiteti, bundan tashqari NUS va boshqa dunyoning top universitetlariga qabul qilingan. Bugungi podkastimizda mehmonimiz Hasan aka Mamasaidov bo'ldilar va o'zlarini qadriyatlar, chet eldagi ta'lim va aynan chet eldagi top universitetdagi ta'lim haqida suhbat qurdik. Bugungi podkastimiz Centris Development'dagi Centris Zone'da bo'lib o'tdi. Aniqrog'i biz Centris Zone'ning grantidan foydalangan holda bu yerda podkastimizni bepulga o'tkazdik. Buning uchun Centris Development'ga hamda Centris Zone'ga juda katta minnatdorchiligimizni bildirib o'taman. Endi shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsak, juda ham chiroyli qurilgan, ya'ni farzandingiz, nafaqat farzandingiz, balki chet eldan turist kelsa, olib kelishga arziydigan qilib qurilgan ekan, juda ham hashamatli bo'libdi. Bu bilan tabriklayman. Rahmat azizlar. Fursat bor edi, biz ham aytamiz. Centris Towers loyihasi O'zbekistondagi eng nufuzli $200 million loyiha. Centris Development kompaniyaning ikkita loyihasi bor, Golden Lake hamda Centris Towers. Albatta bu hamma muvaffaqiyat markazi sifatida muvaffaqiyatli insonlar talpinadigan biznes markaz o'zini faoliyatini 2027-yildan boshlab rezidentlarni qabul qilish boshladi. Ungacha biz minglab soha vakillariga o'zini xizmatini, sohada yo'nalishlarni dalolat qiladiganlarga mana shunaqa podkast studiyalardan va Centris Zone loyihasi doirasida Centris Hall bor. Tadbirlarni qilish imkonini, bepulga qilish imkonini beryapmiz. Siz azizlarga ham qiziq bo'lsa, do'stlarga, yaqinlarga dalolat qilinglar. Dalolat qiling, daromad qiling. Bu o'zingizni bu sohaga ketadigan mablag'ingizni tejash evaziga buni o'zingizni media jamoangizga, productionga, promotionga, boshqa ishlarga yo'naltirishingiz mumkin bo'ladi. Biz yaxshilikka sababchi bo'lsak xursand bo'lamiz. Chunki Centris Development'ning shiori qadriyatlar ustuvor. Qadriyat atrofida, ta'lim atrofida, rivojlanish atrofida va Centris Towers'da bu muvaffaqiyat markazi. Muvaffaqiyatga talpinadigan insonlar bir joyda yig'ilishini sababini qilyapmiz. Bizga yurtda tinchlik bo'lib, do'stlar, salomat bo'lsangiz, salomat bo'linglar. Siz ham salomat bo'ling. Rahmat, taklifni qabul qilganingiz uchun rahmat. Xursand bo'ldim.